Ola, unda olsa başlaydı. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugungi bu leksiyamiz ko'payganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Oldindan ko'p Nabiyin kamg'uni bugun vaqt ajratib bu leksiya so'zlab bermay kelganingiz ko'pdan ko'p rahmat. Bugun bu yerda başlashdan burun men Nabiyin kamning qisqacha bir tarjimonini bu yerda deb o'tishni zarur topdim. Ko'pincha tanishlar shunday bo'lsa-mu Nabiyin kamda texnik bir qadam tanish uchun tercümanını sözlep biteyim. Doktor Nebican Tursun 1981 yıldan 85 yılları Beijing Merkezi Milletler Üniversitesi okugan. 85 yılda itibaren Şinjan Üniversitesi Cungo Tilleri Fakültesi'de okutçu olgan. 87 yılı 88 yılları Beijing'de Paris Dili ve Çağatay Dili boyunca bilim aşırgan. 88 yıldan 90 yılgacha Şinjan Üniversitesi O'rta Osiyo Tadqiqot institutining xizmatdagi magistr aspirant bo'lgan. 90 yıldan 92 yılları Moskova'daki Sovyetler İttifakı Pella Akademisi'de, 92 yıldan 96 yılgacha Rusya Federasyası Pella Akademisi'de Şarkşunaslık İnstitut'da okup Uyghur tarixi boyunca doktorluk unvanı algan. Moskva Şark İnstitut'da ders bergan. Şundaqla Şinjan Üniversitesi Qırgızistan Yusuf Balasag'ın Milliy Üniversitesi'nin sabiq dosenti. Hazır Doktor Nebijan Tursun Erkin Asya Radyosu Uyghur biliminin baş muharriri, bizge ma'lum bo'lgandek mustaqil tarixshunos. Shundaqla Amerikadagi John Hopkins Universitetining O'rta Osiyo Kavkaz institutining sobiq Şinjan qurilishi tadqiqot loyihasining a'zosi. Amerikadagi Sharq G'arb markazi sobiq Şinjan tadqiqot guruhining a'zosi. Amerika, Rossiya, Turkiya, Fransiya, Qozog'iston, Qirg'iziston ve başka yerlerdeki 60'ta artıq ilmi xalqaro muhokama yig'inlarida doklad bergan. Amerika nashr qilingan Şinjan Xitoyning musulmonlar chegarasi ve Uyg'ur jamoati diaspora kimlik ve genosiyasatlar Uyg'ur o'qishliqi inglizcha. Moskva nashr qilingan Xitoy tarixshunosligidagi Uyg'ur siyosiy tarix masalasi, Xitoy tarixshunosligidagi Uyg'ur etnik tarix masalasi qatorli kitoblarning ve Uyghur, İngiliz tili, Rus tili, Türk, Xitoy, Qirg'iz tillardagi 300 ortiq ilmiy maqolaning avtori bo'ldi. 95 yildan 2010 yillari Uyg'ur elida kuchli ta'sir qo'zg'agan Moskva xiyollari qatorliq adabiy xotirlarning avtori. Hozir shundaqla Erkin Osiyo Radiosining taxminan 1000 parchadan ortiq Uyg'ur O'rta Osiyo tarix programmalarining avtori bo'ldi. Ma tashviqotning varaqimizda aytilgandek Doktor Nebijan Tursun hesapda Xitoyning emas, o'zi erkin dunyoda yashayotgan bir mustaqil tarixshunos bo'lish sifati bilan bizga bir yo'riq bo'lgan haqiqiy tarixni tunishtirish uchun o'ziga ko'plab ajr singdiryotdi. Ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, shu yaqinda kitobim chiqish oldida. Bugun undaq bo'lsa, ko'p so'zlamay boshlab ketaylik. Nebijinka, xush keldingiz. Mikrofoningizni ichidan Nebijinka, itilib qopti. Ko'p rahmat Quddus sizga shunday bir yaxshi faoliyatni uyushtirganligingizga. Shu munosabat bilan ko'pchilik bilan ekranda bo'lsin yuz ko'rishib, ozroq o'zimizning milliy tariximizga oid uchurlarni, bilimlarni almashtirish men uchun xushalliq bir ish albatta. Endi men unda bo'lganda hozir men o'zimningki shu dokladimni boshlay. Buldu o başlasam hazır ha? Buldu. Kevser o rekord kılışını başladığınız kaçan ha? Okey, rahmet. Aslında koşup Qudus ma azı bir rekord qilmoqchi ma bugungi leksiyani şu ekran ochganlar shu rekord qilgan chiqib qoladi. Shunga ekronni o'chirib yaxshi deb o'ylayman. Bo'lmasa bunu rekord qilib keyin e'lon qilgan vaqtimizda sizlarning rasminglar, minasinglar uni chiqishi mumkin. Shu oldinala buni deb qo'yaylik. Rahmat. Şu savol javob qismimizdan boshqa vaqt ichida shu hammamiz mikrofonimiz bilan videomizni o'chirayotgan bo'lsak, mas'uliyatga ta'sir etmaydi. Rahmat ko'pchilikka. Qani Nabijinka boshlaylik. Bo'ldi. Ko'rinmay qoldi. Screen.
Yok o PowerPoint'ten bir yedim. Ne bileyim ki on taraf tövendeki yılki present now deganini çekseniz. Şimdi baskan tem hazır mı nimem yo'qolib ketib qolibdi PowerPoint. Hazır bir sekund mana tep qalay bir yerda bot deb bu. Bayatınızı tayyorlab qo'yib qarsam yaxshi to'g'an. Küçülük üstüde. Nimiston hazır topildi. Tamam. Yok. Ben bana içip bir presentation'ımni tepip bir sekund ichidan qaytib kiraman juma hozir ma yaqin chiqib turib sal ma tushgan yerdim delete olib ketib qolibdi bir sekund mana berisdan xafa bo'lmay Ma'qul. Ko'pchilik kechirsizlar, texnikal xatolik bo'lib qolibdi. Qapmaydi 2 minut vaqt bergan. Biz Amerika Uyg'ur akademiyasidagilar har xil hozir uydan taloq chiqilmaydi uning ustiga mesela ko'pchiliklar mustaqillikka nima deymiz endi uyga o'tish faoliyat qilaylik deb ko'parak bir-birimizla ziyolilarning bilimini o'rtoqlashsak tarix o'rgansak degan maqsadda bundan keyin bunday faoliyatlarni ko'plab o'rinlashtirmoqchi shu bu shanba dam kunlarda tushlik avval vaqtda shunga qarindoshlarning bundan keyin davomli faoliyatlarimizga ishtirok qilib berishini so'raymiz chunki hozirgidek millatimiz xavf ostida turayotgan vaqtda o'zaro bilimlarimizni o'rtoqlashish tarix o'rganish to'liq muhim deb o'yladik shunga ko'pchilikning bundan keyin davomli tanqidiy fikringlar bo'lsinmi davomli Facebook'dagi sahifamizga yo'llab qo'shinglarni umid qilamiz rahmat Nebijinkam kirib hozir endi chiqib ketib qoldimi Nebijinka qila oldingizmi mana hozir endi bo'ldi ha bo'ldi meni ko'rindimi ekranda ko'rindimi hozir qandaq ko'rindingiz ha ko'rindimi cho'ng aytgan bo'lsangiz nimani shu PowerPoint'ni cho'ng aytamsiz shu bir betni chiqarib shunchalik qilam sal cho'ng bo'lmadimi kichik bo'lib qoldimi okey ko'ramiz desam bo'ldi men shuni umumlashtirib bilan demak bugun bizningki so'zlaydiganimiz shu
1949 yılı, yani Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti 1944 yılı 12 noyabrda qurulup, 1949 yılının ahırısıga kelgende bu Cumhuriyetninki, bu hükümetning ahırlashishi Xitoy kommunistlarininki Sharqiy Turkistonni, shu vaqtdagi bütün Uyg'urlar diyorini ishg'ol qilishiga asosliq munosabatlik bo'lgan nuqtadan so'zlaymiz. Ya'ni qandaq bo'lib bu Xitoy kommunistlari shu 1949 yılı 10 aydan boshlab bu joyni ishg'ol qildi va uninki natijasi nima bo'ldi, ham uninki ishg'ol qila olishidagi ichki va xalqaro orqa ko'rinishlar qandaq bo'ldi degan asosiy nuqta bo'yicha so'zlaymiz. Bosh tema shu. Albatta, hammamizga ma'lum 1910 yillardan boshlab bütün dünyanınki siyasi vaziyetinde özgürlükler yüz berdi. Bulup O'rta Osiyo rayonida özgürlükler zor derecede yüz berdi. 1912 yılga kelgan chaqda Xitoydami siyasi jihatdan zor özgürlük yüz berib, Xitoy millatchilar Manchu imperiyasini ag'dirib tashlab, o'zlarining milliy jumhuriyatini Sun Yat-sen boshchiligida qurdi. Shuning bilan bir vaqtda sobiq Manchu imperiyasining ishg'oliyati ostidagi bu Mong'oliya, shu vaqtdagi Sharqiy Turkiston, Tibet ve başka joylarning xuddi dunyodagi boshqa imperiyalar yiqilganda shu imperiyalardan chiqib ketib, o'zlarining mustaqil davlatini jakarlash bir imkoniyat tug'ilgan edi. Faqat bu vaqtda 1912 yilda birla Mong'oliya o'zining mustaqilligini jakarlab chiqib ketildi. Tibetmi mustaqil holatini saqlab qola oldi. Ama bizningki Sharqiy Turkistonda, ya'ni Uyg'urlar diyorida, gerçi 1912 yilda faqat Sharqda Temur xalifaning rahbarligida qo'zg'olon yuz bergan bo'lsa-mu, ammo bu qo'zg'olon faqat shu joydalam tar doirada cheklanib, bütün Sharqiy Turkistonni ozod qilish, Manchu imperiyasining yiqilishi bilan bu joydan o'zlarininki bir musulmon Uyg'ur Türkiye bir devletini qurish mandaq bir cho'ng g'oya bo'lmaganligi uchun ular bir tar doirada cheklanganligi uchun faqat shu Shah Mahsud Wang yo'qning buning qarshi. Shundan bu inqilobni nihoyat qisqa vaqt ichida besiq turilib tugadi. Yangi Zengshing Urumchini egallab olgan Xitoy militarisiniki aldamchiligi bilan Urumchiga berib o'ltirib, oxirida ularni yo'qotildi. Bütün Uyg'urlar diyori Janub ve Şimal asası cihatdan şu vaqtda Yangi Zengshing boshchiligidagi Xitoy militaristlarının hukmronlik doirasiga kirib qoldi. Albatta, bu vaqtda Xitoyning bu sharqida Xitoy milliy hokimiyati, Cumhuriyeti, Xitoy millatining hokimiyati tiklangan bo'lsin, lekin Xitoylar o'zlari ichki jihatda birlik kelmagan, nechaga bo'linib ketgan, parchalanib ketgan, har joyni har xil militarist kuchlar egallagan. Sun Yat-sen boshchiligidagi bu Xitoy millatchilar bo'lsa, janubdagi rayonlarda siqilib qolgan, shimoldan ayrim bo'lingan shundaq bir bo'linma holatda bo'lganligi uchun Xitoy millatining birlik kelgan, ya'ni hozirgidek shunday cho'ng bir zaminda birlik kelgan o'zining hukumatini, hokimiyatini shakllantirolmadi. Bu vaqtda Uyg'urlar diyorini egallab olgan bu sobiq Manchu amaldori, ammo keyingi shu o'lkaning hukmronligini qo'lga olgan militarist Yangi Zengshing o'z oldiga bu joyda o'zining hukmronligini o'rnatib oldi. Albatta, bu 1918 yillargacha bo'lganlikda Yangi Zengshing bu joyda o'z oldiga bir hukmronlik o'rnatdi. Bu asosli ularning hukmronlik taktikasi shu yerli xalqlarningki diniy zotlari, puldor amaldorlari va puldorlari, yuqori tabiiy kishilar qatorliqlarni o'ziga tortib, ularga bir imkoniyatlarni, imtiyozlarni berish orqali ularning o'z joylarida xalqchilik obro'yi bilan shu joyni kontrol qilib turishiga yo'l qo'yish orqali bir bundoq qilgan chog'da bir aldamchilik siyosati, ya'ni bir yoqni nodon qoldirish deydi. Shu siyosat bilan bu joyni bir mezgil tutib turdi. Ya'ni diniy jihatdan yo'l qo'yib, joy-joyda masjidlarni yetishga yo'l qo'yish, shunga o'xshash usullar bilan bu kontrol qildi. Bu Yangi Zengshingning dastlabki vaqtlarda bu yurgizgan bu aldamchilik siyosati ko'p tarixlarga yozilgan, ko'p odamlar buni nihoyat yaxshi biladi. Ahvollar bizga biroq ma'lum. Demak, 17 yilgacha Yangi Zengshing bu rayonda bir o'zining hukmronligini o'rnatdi.
Endi bu vaqtning o'zida 1914 yilga kelgan chog'da Birinchi Dunyo urushi portildi. Birinchi Dunyo urushi portilishi bilan xalqaro zo'r siyosiy jihatda o'zgarishlar yuz berdi. 1917 yilga kelgan chog'da bu Rossiyada oktyabr o'zgarishi yuz berib, bu yerda bolsheviklar hokimiyatni egallagandan keyin bolsheviklar bilan bu g'arb dunyosi orasidagi to'qinishlar texim yuqori pallaga chiqdi. Shu vaqtda yana O'rta Osiyo xalqlarining ya'ni shu vaqtdagi G'arbiy Turkiston, ya'ni sobiq Chorrusiya hukmronligida bu joyda xalqlarning bir mustaqil bo'lish imkoniyati meydonga keldi. Rossiyada ichki urushlar tufaylidan. Mana shu vaqtlarda bizning bu vaqtdagi Uyg'urlar diyorimi umumyuzlik holda tashqi dunyodagi bu o'zgarishlarningki ta'siriga uchradi. Turkiyadami bu turklarningki Anvar Pasha qatorliqlarningki harakatlari asta-asta kengaydi. Ularni O'rta Osiyo va boshqa rayonlarga. Shundan bir vaqtda bu joyda bir umumyuzlik holda milliy gullanish, milliy uyg'onish bir harakatlari shakllanishga boshladi. 1918 yildan keyin 19-yilga kelgan chog'da o'xshashlar bu joyda yana shunda gullanishlar, harakatlar kuchayishga boshladi. Uyg'urlarning ichidami shu vaqtdagi angliq odamlari, ya'ni vatanparvar, millatparvarlik ideyasiga ega, ya'ni kuchli diniy bilimlarga ega diniy zotlar, diniy arboblar, ya'ni shu vaqtda bo'libmi bu Turkiya va boshqa O'rta Sharq ellarini ko'rgan, ziyoratlarda bo'lgan, O'rta Osiyodagi o'zgarishlarni ko'rgan bu zotlar orasida bizmi bir qo'zg'alishimiz kerak, bizning millatimizni bizmi qutuldirishimiz kerak deydigan bundaq bir ideyami shakllanishga boshladi. Bundaq harakatlarni yuz berdi. Lekin yangidan bu harakatlarni yana o'xshashlar turli taktikalar bilan Uyg'urlarning ichki qismidan bir-biriga ziddiyat silish, parchalash va boshqa milliy guruhlarni yana Uyg'urlarga qarshi qo'yish qatorliq har turli parchalash usullari bilan bundaq bir harakatningki umumyuzlik shakllanishiga yo'l qo'ymadi. Yana bir yoqdan olganda Sovet Rossiyasi hukumati bilan yaxshi munosabat o'rnatish orqali u taraflardan keladigan Uyg'urlarning o'z vatanini ozod qilib bir Uyg'ur davlati, Uyg'ur hokimiyati yoki Uyg'ur jumhuriyati qurish ideyalarini ana shu yo'llar bilan to'sib qoldi. Ammo 1930-yillarga kelgan chog'da dunyo vaziyatida zo'r o'zgarishlar yuz berdi. Dunyodagi bu taraqqiyotlar, dunyodagi bu o'zgarishlar, xalqaro munosabatlardagi o'zgarishlar, shuningdek Uyg'urlarning bu milliy ideyasi, diniy ideyasi va ulardagi tafakkur va ulardagi ma'rifatchilik qatorliqlarningki barbara kuchayishiga ergishib, Uyg'ur xalqidami umumyuzlik holda bir qo'zg'alish, o'zining ozodligini qo'lga keltirish, milliy istiqloliyatini asliga keltirishdan iborat bir g'oya texim bir yuksak pallaga chiqdi. Bu harakatlarga Uyg'urlarning har qatlamidagi kishilar qatnashdi. Albatta, buning har xil ideya, har xil fikrdagi kishilarning hammasi bor buning ichida. Xotan tarafda Muhammad Emin Bo'g'ra rahbarligida guruhlar, tashkilotlar qurildi, Sabit Damurlar qatorliqlar. Qashqar atrofida yosh qashqarliklar guruhi degandek yer osti guruhlar qurilishga boshladi, shu ozodlikni umid qildigan. 1931 yilda Qumul tog'laridan portlagan bu Xo'janiyaz Hojim qatorliqlar boshchiligidagi qo'zg'olon umumyuzlik holda demak shu vaqtdagi Uyg'urlar diyoriningki janubiy, sharqiy va boshqa rayonlarga umumyuzlik ta'sir ko'rsatib, umum bir inqilob vaziyati shakllandi. 1932-yilga kelgan chog'da, 33-yilga kelgan chog'da umumyuzlik holda bu shu vaqtdagi Uyg'urlar vatani, Uyg'urlar diyori asosiy jihatdan ozodlikka erishib bo'ldi. Shu vaqtdagi Jengiz O'rin boshliq, ya'ni o'z oldiga hokimiyat surib olgan bu Xitoy hukmronimi, o'zining qo'shini va namda Xitoyning markaziy hukumatiga shu vaqtdagi Kuomintang partiyasining hukumatiga bo'ysundim deb qo'ydi. Amaliyotda hech qanday Xitoy markaziy hokimiyati bu o'zining hukmronligini o'rnatmagan amaliy hukmron. U yana o'z oldiga boshqarib yuravergan, uning hokimiyatini jihatdan og'dirib tashlab. Mana shunda shu vaqtdagi Sharqiy Turkiston o'lkaning umum vaziyatidagi bu o'zgarishlar Uyg'urlarga yana bir qatim o'zlarining mustaqil bir jumhuriyatini qurish, mustaqil bir hokimiyatini qurish imkoniyati yaratdi. Mana shunday sharoitda 1933-yili
Qashqardagi bu inqilobchilar, Xotandagi inqilobchilar va boshqa joylardagi inqilobchilarninki birlashishi oshkora va har xil shakldagi hamkorliklari natijasida shuningdek bu Farg'ona tarafdan Sovet hokimiyati bilan uzun mezgil qarshilashib kechib kelgan bu bir qism jaddidchilik ideyasiga ega, shuningdek islomiy uyg'unish ideyasiga, gullanish ideyasiga ega, turkchilik ideyasiga ega har xil zotlarninki qatnashishi bilan Qashqarda 1933 yil 12 noyabrda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati rasmiy qurildi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatininki qurilishi amaliyotda bu shu vaqtning o'zida bu 1920-yillarda Mustafa Kemal Turkiya Cumhuriyetini qurgandan keyingi bu Türkiy xalqlar zaminning eng sharqiy qismida dunyoga kelgan ikkinchi bir rasmiy bir milliy bir cumhuriyet edi. Bu cumhuriyet o'zining asos qonunlarini bekitdi, davlat gerbini bekitdi, o'zining qo'shiniga ega bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda o'zining 30 moddalik kitobnomalarini e'lon qildi. Bu cumhuriyet shu vaqtning o'zida xalqaro munosabatlar bo'yicha har qaysi davlatlar bilan diplomatik munosabatlarni o'rnatish uchun harakat qildi. Hatto shu vaqtda Sovetlar ittifoqi bilan diplomatik munosabat o'rnatish, hatto uning yordamini qo'llashni qo'lga keltirish uchun 5 kishilik vakillar o'migini Toshkentga evatdi. Va undan boshqa bu Angliya hukumati va Yevropa g'arbninki qo'llashiga, e'tirof qilishiga erishish uchun bu shu vaqtdagi Angliya kontroliga Hindistonga vakillarni evatdi. Lekin bu vaqtdagi Uyg'urlar diyorining umumiy vaziyatidagi o'zgarish shundan iboratki, bu hukumatni oldi bilan Sovetlar ittifoqi qo'llamadi. Sovetlar ittifoqi bu joyda bundaq o'zining O'rta Osiyo rayonida, O'rta Osiyo ya'ni o'zining orqa o'yisida bundaq bir kuchlik, mustaqil islomiy ideologiyaga ega, turkchilik fikrlarini o'z ichiga olgan bundaq bir milliy bir cumhuriyetning meydonga kelishini Turkiy Xalqlar Cumhuriyetining bo'lib Uyg'urlar, ya'ni Markaziy Osiyo rayonidagi eng nüfus ko'p bo'lgan bir xalq Uyg'urlarni asos gavda qilgan bundaq bir davlatning qurilishini Sovetlar ittifoqi qat'iy to'g'ri topmadi. 1932-yili Sovet hukumati Sovet Bolsheviklar partiyasining siyosiy byurosi 7-oyning 31-kuni jiddiy yig'in chaqirib, yig'inda bu shu vaqtda ular Şinjandaydı. Bu rayondagi mushu harakatlarni qandoq bir taraf qilish, bu harakatlarga qandoq muomala qilish, kimni qo'llash, yerlik bu milliy mustaqillik harakatini qo'llash kerakmi yoki shu vaqtdagi o'lka hokimiyatini egallab olgan Shinsei boshchiligidagi bu Xitoy militaristlar guruhini qo'llash kerakmi degan masalada muhokama qildi. Onun oldida Sovet hukumati Varshilovning, ya'ni davlat mudofaa ministri Varshilovning boshchiligida maxsus shu Sharqiy Turkistondagi bo'layotgan inqiloblarni tadqiq qiladigan mushularning yuzlanishini kuzatadigan bir guruh qurgan. 5 kishilik guruhga. Bu guruhga maxsus doklad tayyorlagan. Ularning dokladi bo'yicha olganda ular tekshirib, ularning har xil jasuslari, razvedka odamlari umumyuzda harakat elib borgan shu vaqtning o'zida. Shuning bilan bir vaqtda bu Sharqiy Turkistonda Kommunistik Internasionalning odamlari bor. Kommunistik Internasional 3-internasionalning odamlari ularni harakat elib borgan, faoliyat elib borgan. Shuning bilan bir vaqtda yana bu Moskva markazidan boshqa yana bu shu vaqtda Bolsheviklar partiyasining O'rta Osiyo byurosi deydi, Toshkentni markaz qilgan. U O'rta Osiyodagi jumhuriyatlarning kommunistik partiyalariga rahbarlik qilgan. Ularni o'zining odamlarini evatgan. Shular birdek holda umumyuzlik holda bu joydagi bo'libmi shu O'rta Osiyo byurosi va Kommunistik Internasional bu Qashqariyada umuman shu Sharqiy Turkistonda shu vaqtda o'zlarining atishi bo'yicha Şinjan bu rayonda bo'layotgan inqiloblar milliy ozodlik inqilob kategoriyasi kirdi. Bu joyda xalqlarning bu inqilobiy militaristlar Ma kim ama itibar artist degan xapanmay mau presentation yo'qlasing'iz o'ptike. Mustaqil imperiyalar bularninki bu davlatlar bu nima organlar, ya'ni Kommunistik Internasional, bu O'rta Osiyo byurosining odamlari bular oxir bu yana tekshirib chiqargan xulosasi bu joydagi inqiloblar milliy ozodlik harakati, milliy harakat
Bu hareket yani ezilgen halklarının ezgüçülere karşı hareketi, bu hareketlerini Sovet hükümeti qo'llash kerak, yardım berish kerak. Aslidagi ezilgan millatlarning ozodligiga yardım berish programmasi bo'yicha degan fikrlarni o'rtaga qo'yib, uni xarakteristikasini bekitgan bo'lsa-mu, ammo Moskva shu vaqtda qizil bu Kreml sarayı shuning xulosasi, Varshilov boshchiligidagi guruhninki xulosasi, bu joydagi harakatda bir xil pan-islomizm ideyalari bor. Bularda bir pan-turkistik bir ideyalar mavjud. Agarda biz bu harakatlarni qo'llasak, bu yerdagi hokimiyatning xarakteri o'zgarib ketadi. Buni hatto bizning shu vaqtdagi dushmanimiz bo'lgan bu inglizlar qo'llashi, inglizlar orqa qo'l solishi mumkin. Sharqda bu Manjuriyani egallab olgan yaponlar qo'l solishi mumkin. Yaponlar qo'l tiqadi. Manjugo davlatini qurdi yaponlar sharqda Manjuriyani ma'voliqi burungi Fui yani Manju imperiyasining oxirgi podshosini qo'llab shular qo'ltiqida oxirida bu bizning Sovet Rusiyasiga, Sovet ittifoqiga taraf-tarafdan bu besimlar oxirida hujumlar paydo bo'lishi mumkin. Bu joy ya'ni shu bu dunyo imperializmininki bu bazasiga, oq bazasiga aylanadi degan qarashni o'rtaga qo'ygandan keyin bu Stalin boshchiligidagi, Varshilov boshchiligidagi bu guruh siyosiy buyruq birdek holda bu joydagi inqilob bu joyda hech mustaqillik jumhuriyatning maydonga qarorini qabul qilgan. Ya'ni 12 moddalik qaror bu 1933-yili 7-oyning 31-kunida ilingan qaror. Shu qaror bo'yicha bu joyda Xitoy militaristik Shin Sisayni yo'lab turg'izish degan modda yo'q, degan shu yakunga kelgan. Shu bo'yicha shu vaqtida o'lkaga hujum qilgan Ma Jong-in va boshqa onun bilan yana hamkorlashgan Uyg'urlarmi bor, albatta Yo'lbars bular. Bularning qurolli kuchlari shu vaqtning ichida Urumchini qurshovga ilib olgan. Urumchi bir xil yo'qolish, ya'ni Shinsey hokimiyati to'liq yo'qotilish oldiga kelib qolgan. Mana shunday vaqtda Sovet hukumati ana shu 33-yili 31-iyuldagi qaror bo'yicha 1934-yilning 1-iyiga kelgan chaqda ko'p sondagi qo'shinlarni bu nima orqali kirgizib, Olmuti tarafdan bu G'ulja orqali kirgizib, u yoqdagi ya'ni Shinseyga qarshi turayotgan bu Jang Peiyuan Urumchidagi bu qorshov qilayotgan Ma Jong-in qo'shinlariga umumyuzlik hujum boshlab, buningga aeroplan har xil egri qurollarni ishga soldi, zo'r sondagi qo'shin. Bu qo'shinlarni tarmar qilib janubga chekindi. Shuning bilan bu Urumchi hokimiyatini, ya'ni Shinsey hukumatini Sovet hokimiyati saqlab qoldi. Natijada Sovet hokimiyatining shu prinsipi bo'yicha ya'ni bu Ma Jong-in qo'shinlarining janubga surilib Qashqarni egallashi bilan oxirida Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati 33-yili 4-oylarga kelgan chog'da asosiy jihatdan bu taraf turolmaydigan bir vaziyat shakllandi. Sovet hokimiyati qaytadan yana o'tirg'i chiqib, Arkashtam tarafga borgan bu Xo'janiyaz Hojin bilan so'zlashib, Sabit Damollarni tutib berish, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini oxirlashtirish degandek bir qator qarorlarni qabul qilib, shu bo'yicha Xo'janiyaz Hojini Shin Sisay hokimiyati bilan hamkorlashtirdi. Hamkorlashtirib oxirgi hisobda 34-yildan toki Xo'janiyaz Hoji o'ltirilguncha bo'lgan araliqda o'lkada bu shu vaqtdagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining bir qism rahbarlari qatnashgan, Shin Sisay bilan hamkorlashgan Sovet hukumatining kontrolligi ostidagi bir o'lka hokimiyati qurildi. Ama Shin Sisay ayni vaqtning o'zida bu olti buyuk siyosat bu deganlarni qabul qilib, bu yerlik xalqlarga, Uyg'urlarga, millatlarga har xil erkinliklarni beraman, madaniyat gullanish huquqi beraman, iqtisodiy gullanish huquqi beraman, bu degandeklarni yo'l qo'yib, Nait Xo'janiyaz Hojimga hurmat ko'rsatib, dastlabki vaqtlarda faoliyatlarni qilgan bo'lsin, lekin asta-asta o'z hokimiyatini mustahkamlab bo'lgandan keyin 37-yildan boshlab umumyuzlik holda tozalash, tutqun qilish, so'lash, o'ldirish harakatini boshladi. Shundan burungi Sharq Turkiston inqilobi qatnashganlarning hammasi degidek asosiy jihatdan tutildi, tozalandi, o'ldirildi, turmaga solandi, yo'q qilindi. 37-yilda albatta Mahmud Moiti boshchiligidagi bir qism kishilar Hindistonga ketgandiki, uning qo'l ostidagi Abduniyoz
bäg başçılığı Qashqardagi bu 6-cı atlı diviziya isyan götürüp, qo'zg'olon götürüp, Şingsasay qo'shinlarini butun janubdan asosiy jihatdan qo'g'lab chiqadi desak bo'ladi. Ya'ni Tarim vodiysi atrofidan Xotanni egallab yotgan Maxusan qo'shinlarimi, Tungan qo'shinlarimi, Tungan qo'shin degan bilan uning qo'shinining mutlaq bir qismi Xotanlik Uyg'ur askarlar asosligi. Ya'ni bular bilan birlashib, tektak ma'g'anda butun Tangri tog'larining janubi qaytadan, ya'ni shu qo'zg'olonchilarning qo'liga o'tganda Sovet hokimiyati ikkinchi qatim qaror chiqarib, 7000 kishilik qo'shin, hatto bir diviziyadan ortiq qo'shin, 40 dan ortiq aeroplan, 30 ga yaqin tank qatorliqlarni chiqarib, otliq piyoda qo'shinlar. Shuning bilan bu Maralbeshi, Uchturpan va bu taraflardan kirgizib, bu milliy qo'shinlar bilan bir mezgil jang qilish orqali oxiri bu Abduniyozbek boshchiligidagi qo'shinlar tana hech qanday bir yordamchi kuch yo'q, oxirida mag'lub bo'ldi. Shuning bilan qaytadan bu o'lkaninki hokimiyati, Sharq Turkistonning hokimiyati shu vaqtdagi Şingsasayning qo'liga o'tdi. Demak, yo'qotilgan Şingsasayni Sovet hokimiyati ikkinchi qatim yana saqlab qoldi. Shundan keyin Şingsasay umumyuzlik tozalash olib bordi. Albatta bu vaziyatlar mana shunday davomlashdi, ammo 1941-yilga kelgan chaqda Sovet-German urushininki boshlanishi bilan Sovet ittifoqi umumyuzlik German armiyasi, shu vaqtda Gitler natsistlar armiyasi tarafidan umumyuzlik oldi mag'lub bo'lib, Sovet ittifoqi yo'qotilishdan iborat shunday bir vaziyatga duch keldi. Mana shunday sharoitda Şingsasay demak o'ziga bunday qanchaqada hukmronlik qilayotganda, o'zining beshib turib, o'zini kontrol qilayotgan bu Stalin hokimiyatidan, Stalindan yuz o'rib bu joyni o'z oldiga boshqarish Xitoy markaziy hokimiyatini, ya'ni Chiang Kai-shekni bu joyga boshlab kelib, bu joyda o'zining yana o'zi boshqaradigan, ammo Xitoyning markaziy hokimiyatiga beqindigan bir hokimiyatini quradigan, o'rnatadigan bunday bir fursat keldi deb qaradi. Shuning bilan 1943-yilga kelgan chaqda bu Chiang Kai-shek Kuomintang hukumati Şingsasayni o'ziga qo'shilib, Şingsasay Kuomintang partiyasining a'zosi bo'lib, bu joy Kuomintang hukmronligiga o'tdi desak bo'ladi. 1943-yilning oxiri 1944-yili Xitoy markaziy hokimiyati, Xitoy hokimiyatlari mana tunji qadim, ya'ni o'rta tuzdan Xitoydan boshlangan shu hokimiyat, Xitoy millatining o'zining milliy hokimiyatlari tunji qadim bu Manju imperiyasi 1912-yil yo'qotilgandan keyin bu Uyg'urlar diyorida o'zininki hukmronligini o'rnatish fursatiga ega bo'ldi. Ammo shu vaqtdagi Kuomintang hokimiyati, Chiang Kai-shek hokimiyatining butun siyosati Sovetlar hukumatiga, Sovet siyosatiga qarshi bo'lganligi uchun Stalin hukumati qaytadan bu yerli xalqlarni, Uyg'urlarni asos qilgan, ularning milliy harakatlarini qo'zg'ab yoki yordam berib, umumyuzlik milliy ozodlik harakatini qo'llash, yordam ko'rsatish orqali Şingsasay hokimiyatini og'dirib o'tish. Bu joyda yanılam o'zininki siyosiy, harbiy, iqtisodiy manfaatlarini asliga keltirish qarori chiqadi. Shu qaror bo'yicha 1943-yil 5-may kuni siyosiy byuro bir qaror qabul qildi. Shu qaror bo'yicha milliy ozodlik harakatini qo'llash. Ammo buningcha Sharqiy Turkistonning hamma yerlari degidek yaras tashkilotlar, qarshiliklar shakllanib bo'lgan. Chunki Şingsasayning bu Uyg'ur qatorli xalqlarga solgan zulmi intayin ig'ir bo'lgan, uning zulmini, azobini tatmagan odam asosiyatdan qolmagan. Bir qancha yuz minglagan odamlar turmaga tushgan, bir qancha 100 mingdan ortiq odam o'ldirilgan va bu haqda nurg'un ma'lumotlar bor. Ya'ni eng zulmatli bir davr bo'lgan shu vaqtning o'zida. Sovetlar demak mana shunday bir fursatdan foydalandi. 1944-yilga kelganda G'uljida ozodlik tashkiloti qurildi. Sovet hukumati demak o'zining razvedka bexatarlik organlari orqali bu shimolda Oltoyda bu Osman Islom boshchiligida qozoqlarning qarshilik harakatlari bo'ldi. Demak umuman mushu vaziyat qarab turib bu joydan foydalanishga bo'ldi ekanda, oxirgi hisobda ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga, mustaqillik inqilobiga Sovet hokimiyati aralashish, qo'l tiqish, uningdan foydalanish bir imkoniyatiga ega bo'ldi. 1944-yil 12-noyabrga kelgan chaqda G'ulji qo'zg'oloni 7-noyabr kuni G'ulji qo'zg'oloni portlab, 12-noyabrga kelganda Ozodlik tashkilotining boshlamchiligida G'uljida Sharq Turkiston Jumhuriyati qurildi. Bu ikkinchi Sharq Turkiston Jumhuriyati 1933-yildan keyingi. Bunga Ilhom To'ra ham rais bo'ldi, qolgan
16 kishi Elxan To'ri boshliq hukumat a'zosi bo'lib, uzun o'tmay o'zining ministrliklarini, nazoratlarini qurib, 1945-yili 2-oyga kelgan chog'da butun ili viloyatini ozod qilib, 4-oyga kelgan chog'da o'zining muntazam zamonaviy milliy armiyasini qurib, oxiri 7-oyda umumyuzlik holda shimolga, janubga, o'rta Urumchi liniyasiga qarab yurish qilish orqali 10-oyga kelganda 45-yil 9-oyning oxirisiga kelgan chog'da butun shu vaqtdagi o'lkaning Sharqiy Turkistonninki 3 viloyati, Ili, Tarbag'day, Oltoy viloyatlari to'liq ozod qilindi. Janubda bo'lsa, janubga evatgan bu qo'shinlar Oqsu viloyat tavasi jang qilib, toki 1945-yili 10-oygacha bo'lganda bo'lgan oraliqda Boy bu Oqsu Konisha, Oqsu shahar atrofidagi yeziq qishloqlar hamma joylarni asosiy jihatdan ozod qilib bo'ldi. Bu Toshqo'rg'on tarafdan boshlangan bu qurolli harakat, Sharq Turkiston inqilobining bir qismi. Ularni 1945-yil 8-oyning oxirlariga kelgan chog'da Toshqo'rg'on atrofini egallab, oxirida ularni 3 yo'nalish bo'yicha shimolga yurish qilib, Toshqo'rg'ondan boshlangan bu qo'shinlar bu shimolda toki 9-oyning o'rtalariga kelguncha Qashqarning bu Konisha, To'qqizoqna rayonlarigacha, bu Toshmiliq degan joylargacha, O'ytog' rayonlari, Bulunko'l degan joylar hamma joyni egallab bo'ldi. Yana bir qism qo'shin bu Yengisa yo'nalishiga yurish qilib, Yengisa atrofidagi yeziq qishloqlarning asos qismini egallab bo'ldi. Bu joydagi Xitoy qo'shinlari butunlay tarmar bo'ldi. Yana bir qism qo'shinlar bu Yakan yo'nalishiga yurish qilib, bu Ko'srov qatorliq bir qism joylarni egalladi. Umuman 1945-yilning 11-oyga kelgan chog'da bu inqilob o'tlari Tangri tog'larining janub-shimoli umumyuzlik butun Sharqiy Turkiston shu vaqtdagi Uyg'urlarning atishi bo'yicha shu tuproqlarning hamma yerida shu vaqtda Xitoylar bu joyni 10 ma'muriy viloyatga ayirgan, 10 viloyatning 8 viloyatida umumyuzlik holda qo'zg'olon portlab bo'ldi. Albatta, agar Qumul tog'larigacha tutashdi shu vaqtning o'zida, uni hisoblasak, bu inqilob o'tlari tutashmagan joy qolmadi. Xotanning Gumun oyisigacha yetib bordi qurolli kuchlar. Agar uni qo'shsak, u vaqtda butun 10 viloyatning hammasi tutashgan bo'ladi. Yana bir qism qo'shinlar bu Qarshahar atrofigacha keldi. Bir qismlar bu 90 Turpanning shu joylarigacha yetib keldi. Umuman shu vaqtning o'zida Sharqiy Turkistonda asosiy jihatdan olganda Sharqiy Turkiston yana qaytadan bir ozod bo'lish, umumyuzlik holda bir mustaqil bir hokimiyat qurilish imkoniyati yaratildi. Ya'ni Urumchidagi bu Xitoy Gomindan markaziy hokimiyati faqat Urumchiga qopsilib qoldi. Sharqiy Turkistonning bu milliy armiyasi o'rta yo'nalish bo'yicha bu jang qilib, Manas daryosi bo'yicha keldi 9-oyning 16-kuni 1945-yili 9-oyning 16-kuni. Mana shunday jiddiy vaziyatda hatto o'lkadagi Gomindan hokimiyati Vujungshin qatorliq o'lka raisi bo'lgan shular o'lka hokimiyatini bu Gansu tarafga yo'tkash o'yig'im keldida bular. Butun Urumchidagi Xitoy aholilari umumyuzlik holda ketishga boshladi. Shundaq bir vaziyat shakllandi. Qisqasi buni jiq tasvirlasak, bu vaqtlarda ba'zi adabiy asarlarda va boshqa yozilgan asarlardan bu vaqt ko'p ma'lumotlar deyilgan albatta. Shundaq bir vaziyat shakllanganda Sovet ittifoqi qaytadan o'zining siyosatini o'zgartirdi. Buningdagi sabab nima? Buningdagi sabab shu vaqtda Ikkinchi dunyo urushininki oxirlashishi. 1945-yili 5-oyda Germaniya taslim bo'ldi. Amerika, Sovet ittifoqi va Angliyadan iborat bu 3 cho'ng davlat, 3 qudratli davlat bu ittifoqdoshligi natijasida ya'ni bu g'arbda Germaniya fashizmi butunlay yo'qotildi. Endi sharqda faqat Yaponiya hukmronligidagi bu Sharq Janubiy Osiyo ham Xitoy qatorliq joylar, Koreya qatorliq joylar qolgan edi. Mana shu vaqtda dunyo vaziyatidagi bu o'zgarish bu Sharq Turkistonninki vaziyatiga bir o'zgarishlarni ilib keldi deb aytamiz. 1945-yil 2-oyda Amerika, Angliya, Sovet ittifoqi rahbarlari Yaltada Sovet ittifoqining Qrimdagi Yalta shahrida Yalta yig'ini ichib, bu yerda Yalta kelishimini imzoladi.
Mana shu Yalta kelishimida Sovetlar Ittifoqi rahbari Stalin, Amerika rahbari Roosevelt, Angliya rahbari Churchill qatorliqlarning oldiga bu o'zining bir qator shartlarini qo'ydi. U vaqtida bu Amerika hukumati, Angliya hukumati Sovetlar Ittifoqining Yaponiyaga qarshi urushga qatnashishi, Sharqda bu Yapon militarizmini tang yo'qotishni umid qilgan edi. Sovet Ittifoqining bu Yapon qarshi urushga qatnashishini qo'lga keltirish shu vaqtdagi Amerikaningki Sovet Ittifoqi qaratgan, ya'ni o'z ittifoqdoshi fashizmga qarshi urushdagi bu ittifoqdoshiga qaratgan asosliq bir talab edi. Chunki bu vaqtda Sovet Ittifoqi maxfiy holda Yaponlar bilan o'zaro hujum qilmaslik shartnomasi imzolaganda maxfiy. Shu shartnoma bo'yicha Yaponlar Sovet Ittifoqining sharqiy qismlariga, bu Manjuriyaning bu sirtidagi yiroq sharq qismlariga shu shartnoma bo'yicha hujum qilmagan edi. Sovet Ittifoqi demak shu Yapon bilan tuzgan shu shartnomadan foydalanib, o'zlarining bu g'arbiy safda German armiyasi bilan xotirjam urush qilishiga, sharq taraflarininki bu tinch bo'lishiga bir imkoniyat yaratgan edi. Sovet hukumati toki 45-yili 8-oygacha Yaponga qarshi urush, oshkor urush e'lon qilmadi. Shu Yalta yig'inida Amerika hukumati Roosevelt, Amerika rahbari Roosevelt, Angliya rahbari Churchill qatorliqlar shu vaqtda Stalindan mushuni talab qilgan, ya'ni Yapon qarshi urushga qatnashish. Shuningdek, bu dunyo urushi oxirlashgandan keyin, Germaniya fashizmi yo'qotilgandan keyin shu vaqtdagi dunyoning tartibini qanday o'rnatish, Germaniya masalasini qanday hal qilish, Yugoslaviya masalasini qanday hal qilish, Polsha masalasini qanday hal qilish qatorliq bir qator masalalarda bular kelishim hosil qilgan. Ana shu kelishimlar bo'yicha Stalinning qo'ygan talabi Yapon qarshi urushga qatnashishga rozilik bildirgan, ammo u o'zining bu Manjuriyadagi manfaatlarini asliga keltirish, ya'ni shu vaqtdagi Port Artur dedi, Lushin portini Sovetlar o'zininki kontrolli ostiga olish, bu tashqi Mong'oliyaning, shu vaqtdagi Mong'oliya xalq jumhuriyatininki mustaqilligini saqlab qolish, ya'ni mavjud holatini saqlab qolish, Xitoyning buni e'tirof qilishini qo'lga keltirish. Andan keyin bu shimoldagi orollar, ya'ni bu Saxalin, Janubiy Saxalin orollari, shu yerdagi bir qism joylar Tinch okean rayonidagi. Shu joylarni Sovetlarning qo'liga berish qatorliq bir qism nuqtalar bor. Shu nuqta bo'yicha Amerika rahbari Roosevelt, Angliya rahbari Churchill bunga qo'shildi. Ham talab bo'yicha Amerika rahbari Roosevelt Jon Keyshini Sovet Ittifoqi bilan mushu masalalar bo'yicha kelishim tuzishga so'zlashadigan, kelishim tuzgizadigan bir va'dani berdi. Ammo 1945-yili bu 4-oyda Roosevelt vafot bo'ldi. Vafot bo'lgandan keyin prezident o'rniga Truman chiqdi. Truman hokimiyatni Amerika rahbarlik o'rnini egallagandan keyin u odam shu vaqtdagi Rooseveltninki siyosatlarini davomlashtirib, Ikkinchi dunyo urushininki bu oxirgi xulosasini chiqarishga, bo'libmi Yaponiyani mag'lub qilishga mushunaga butun kuchi bilan harakat qildi. 1945-yil 8-oyga kelgan chog'da Yaponiya armiyasi asosiy jihatdan Tinch okean urush maydonida mag'lubiyatga uchradi Amerika, Angliya armiyasi tomonidan. 45-yil 8-oyning 6-siga kelgan chog'da Amerika Yaponiyaga 2 dona atom bombasi tashidi. Shuning bilan Yaponiya butunlay bitchit bo'ldi. Mana shunday sharoitda Sovet hokimiyatimi, Sovet hukumatimi Yaponga qarshi oshkor maydonga chiqib urush e'lon qilib 1945-yil 8-oyning shu 9-kunlaridan boshlab umumyuzlik holda Manjuriyaga qo'shin kirgizib, u joydagi Manjuriyadagi Yapon armiyasini tarmar qildi. 8-oyning 15-kuniga kelgan chog'da Yaponlar taslim bo'lganligini e'lon qildi. 9-oyning 2-kuniga kelgan chog'da rasmiy Yaponiya taslimnomaga imzo qo'ydi. Shuning bilan 2-dunyo urushi oxirlashdi. Ya'ni sharqda bu Yapon militarizmi umumyuzlik yo'qotildi. Mana shunday xalqaro vaziyatga Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiningki taqdiri duch kelib qoldi. Ya'ni Sharq Turkiston milliy armiyasining Urumchi bosog'isigacha yetib kelgan vaqti dal mana shu dunyo urushi oxirlashgan bir vaziyatga to'g'ri kelgan. Mana shunday sharoitda Sovet hukumati darhol siyosatini o'zgartib,
Şunun bilen bu Şarkı Türkistan hükümetini Gomindan Xitay hükümeti bilen tinchlik söhbet ötküzüşke, bitim imzalaş yoluga başladı. Ahırda iki taraf ortasında vasıtçı bulup 1945 yılı 10. aydan tatip taki 46. yılı bu 6. aygacha bolgan tahminen 8 aydan artık vaqt sozulgan tinchlik söhbeti davamlaşıp ilgiri keyin 11 maddelik tinchlik bitiminin tağın resmi hücceti ve 2 maddesi imzalanıp 2 qo'shimcha hücceti 1946 ayının 6. günü şunun bilen ülkede birleşme hükümet kuruldu. Ama birleşme hükümet kurulgan bilen bu Şarkı Türkistan yani Milli Armiyasi asaslık il Tarbağtay, Altay vilayetlerini özününki kontrolü astı tuttu. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin ay yıldızlık bayrağı yani şu jaylarda yani lepil devedi. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti yani özünün mevcutluğunu davamlaştırıverdi. Ülkeye şu vaxtdaki birleşme hükümet yani Şarkı Türkistan Cumhuriyeti taraf bilen bu Xitay Gomindan merkezi hükümet taraf o'rtasida birlikte tüzülgen birleşme hükümetke Şarkı Türkistan Cumhuriyeti tarafından Ahmetcan Qasimi mavun reis bulup belgelendi. 8 kişi bu hükümetin azası, bazı nazaretinin naziri ve mavun nazir qatarlıq vazifelerini zimmesiga aldı. Şunun bilen bu ülkede ta ki 1947 yılı 7. aygacha bir vaziyet yani birleşme hükümet devri şekillendi. Ama 1947 yılı 8. ayga kelganda bu birleşme hükümet buzuldu. Bunun buzuluşdaki türlük sebep amillar var. Elbette bunun yani arka görünüşü şu vaxtdaki xalqaro münasibetler bilen bağlıq, Sovet-Xitay münasibetleri bilen bağlıq idi. Şu vaxtın özüde yana ülkeninki yani Uygurlar diyarının içki kısmındaki özgürlükler bilen münasibet idi. Gomindan o vaxtdaki Xitay hakimiyeti gerçi bitim tüzüp, bitim bu içi özünün askerlerini köpeytmeydiğen, koşullarının sanını aşırmaydiğen ve başka vədilərini bergen bolsunmu, yerlik xalqlarga, Uyghur ve başka xalqlarga öz milli til yazıqda maarifni yola qo'yish, madaniyatini güllendirish, Uyghur til yazıqını hükümet hem organlarda işletish, erkin saylamni yola qo'yish, xalq özü xalqan adamlarni vali, hakimlik saylash ve başka hukuklarga qo'l qo'yib buni e'tirof qilgan bo'lsin, ammo buningga butunlay buzg'unchilik qildi. U vaqtdagi Xitoy hokimiyati mayli Yang Zemin bo'lsin, yerlik militarist, mayli bu Jing Shorin bo'lsin, Shin Sisay bo'lsin, yoki undan keyingi Gomindan bu millatchi Xitoy, ya'ni inglizcha nationalist China deydi endi. Bu millatchi Xitoy hokimiyati bo'lsin, bularning hech qaysida yerlik xalqning bundaq erkin ozoda o'zini o'zi idora qilib, o'zini o'zi boshqarib mustaqillikqa u yoqda turib tursin. Undaq qilishga yo'l qo'yish deydigan undaq bir ideya bo'lmagan. Ular butunlay o'zining mustabid, feodal, o'zining eng qaloq burundan tortib, ashulaqa o'z-o'ziga o'zi hammani boshqarib oladigan, o'zi hammani kontrol qiladigan, boshqa millatlarni, boshqa xalqlarni yotlar deb hisoblaydigan bundaq xohish bulardan ig'ir bo'lgan. Shunda bo'lganligi uchun bu Gomindan doiralari, ya'ni Xitoy shu vaqtdagi hokimiyatidagi doiralar bo'libmi harbiy kuchlar, Sumshilar va boshqa ularda bu yerlik xalqlarga qat'iy yo'l qo'ymaslik, musulmon xalqlarga yo'l qo'ymaslik, ularningki undaq o'zini o'zi boshqarish, o'zi ig'dorchilik qilishiga yo'l qo'ymaslik harakatlari kuchayib ketgan. Bo'libmi ularning eng besh og'irgan nuqta, eng azob chekkan nuqta, ularning azoblangan nuqtasi bitim orqali asli bular Sharq Turkiston Cumhuriyetini to'liq oxirlashtirib Manas daryosының g'arbidagi joylarga qo'shinlarni kirgizib, butun ozod 3 viloyatni egallab, bu joyda qaytadan Xitoy hokimiyatini quramiz, bu joyda yana Xitoy hokimiyatini asliga keltirib, ya'ni o'zimiz xon bo'lamiz, o'zimiz xo'ja bo'lamiz, bu yana boshqaramiz, ularning bayroqlarini hammasini yo'qitamiz, qo'shinlarni yo'qitamiz deb mundaq o'ylagan. Ular cho'qni xato sapgan. Ahmetcan Qasimi boshchiligidagi Sharq Turkiston rahbarlari, Sharq Turkiston Cumhuriyetining Ilxon To'ridan keyingi rahbarlari buningga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Xitoy qo'shinlari baribir Manas daryosining g'arbiga o'tolmadi. Hech qanday bir kuch bu joyga kirolmadi. Bu joy yana o'zining mustaqil davlat, o'zining hokimiyati, o'zining oy yulduzliq bayrog'i, o'zining armiyasi, o'zining davlat gerbi, o'zining butun sistemasi bo'yicha davomlashadi. O'zining iqtisodiy sistemasi, o'zining qonun sistemasi. Shu Ilxon To'ri rahbarlik davrida qurilgan 9 moddalik bu mustaqil xitobnomasi, shular hammasi siyosiy programmalar o'z bo'yicha davomlashadi. Shuning uchun buni Jang Jejong boshchilik bu Xitoy
rahbarlari başdan ayak Ahmetcan Qasım qatarlıqlarının aldığı qoyğunuzlar öz aldığa bula aldыңlar, Allah'ı ahvalınlarını çiң tudыңlar, ahvalınlarını özgertmedіңlar, o bu degan bu ularni ayıplash nuqtasi shu endi başdan ayak. Ama Şarkı Türkistan yanılam özününki hakimiyetini, özünün milliy mevcutluğunu davamlaştırıyor. Şu 47 yıl 7 ay kelgence Turpan Pican 90 xalq qo'zg'olon ko'tardi. Bu qo'zg'olonni Xitoy butunlay Ahmetcan Qasım boshlig'idagi Şarkı Türkistan taraf uyushtirgan deb qaraydi. Maqsad Turpan Pican bu joylarni egallash orqali bütün өлkөнүнки bu janub bilan shimolning orasidagi o'tish yo'lini kontrol qilib, oxiri janubda umumyuzlik qo'zg'olon ko'tarib, bu janubni kontrol qilish deb qaragan. Shu vaqtda So'ngshilyan qatorliqlarning yozgan aslimlarida Ahmetcan Qasimi qatorliqlarningki tüp menfaati, tüp nishoni, plani bu Birleşme Hükümet nomidan o'zining o'lkadagi muavin raislik o'rnidan foydalanib, bu Gomindan hükümranlığındaki 7 vilayetlarda bu siyasi kurash qo'zg'ab, bu joyda xalqlarni asta-asta qo'zg'ab, bu 3 vilayet bilan ili taraf bilan bir gavdaga aylantirish bularning maqsadi. Bularning tutgan yo'li butunlay siyasi kurash. Siyasi yo'li bilan bu Şarkı Türkistan qurmoqchi, bu Şarkı Türkistanchi bular hammasi deb atagan. Başdan ayak ayıplash shu bo'lgan bularningki. Bu vaqtda sizlar So'ngshilyan shu vaqtdagi eng kuchli Turpan Pican 90 qo'zg'olonini qonga bo'ygan bir jallod Xitoy qo'mondoni o'zini men jallod deb o'zini e'tirof qildi bu jihatda. Bu shaqda o'qib baqsanglar bo'ladi, shuning aslimisini, nima deb yozganligini. Shu dushmanning bahosidan u odamlarning kimligini meningcha yaxshi xulosa chiqargani bo'ladi deb qarayman. Shuning bilan bu vaziyat o'zgarib ketgandan keyin bular hammasi o'lka g'uljiq qaytdi. Albatta bu yerda yana ozroq bir qistiruvli bor. 1947 yılı 5. ayının 28. yılı kelgan chaqda, 28. kunda kelgan chaqda bu jankayishi Uyg'urlarning ichki qismini parchalab tashlash, bular ichida bir birlikning bo'lmasligi uchun shu vaqtdagi Mas'ud Sabri Bayqo'zi, Muhammad Emin Bo'g'ra, Isa Aliptekin va boshqalar rahbarligidagi bu uch apandichilar guruhi deydi. Bu millatchilar guruhi bilan Ahmetcan Qasimi boshchiligidagi bu ili inqilobchilar guruhi orasidagi bu bir ittifoqlik, bir hamkorlikning maydonga kelib qilishi. Bularning bir birlik kelishini kelib bir ideya bo'yicha mustaqillik bir ko'rish ilib berishiningki oldini olish uchun bularni parchalash, bularni birlik keltirmaslikning butun imkoniyatlaridan foydalangan bular. Ularga butun imkoniyatlarni foydalangan. Albatta ularning o'zaro birlashamay, bir-birini tanqid qilishi, ayblashlarga sabab bo'lgan turli omillar bor. Bu yerda tashqi omillar bor, Sovet omili bor, Xitoy omili bor. Shundaqla ularning ichki qismidagi ideya, ko'z qarash, nuqtai nazar jihatlaridagi o'xshamaslik va boshqalar bor. Har turli sabablar. Ikkili tarafda yana kamchiliklar bo'lishi tabiiy ahvol. Lekin umumyuzlik holda butun Sharq Turkiston xalqi umumyuzlik holda mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurgan, Xitoy hokimiyatini qo'g'lab chiqargan, Xitoy qo'shinlarini tarmar qilgan, o'zining qurolli kuchiga ega 30 ming kishilik armiyasiga ega ilidagi Sharq Turkiston Cumhuriyetini himoya qilish, Sharq Turkiston inqilobini himoya qilish umum bir yiqim bo'lgan xalqda. Umum yiqim shu bo'lgan shu vaqtning o'zida. Chunki Janub xalqi Qashqar va boshqa joylarda xalqlarning hammasi o'xshashlar shu vaqtdagi inqilobning markazi bo'lgan G'uljiga talpinish. Kimma aqallis o'ylab beqish kerak. Ozod bo'lmay mustabid bir hukmronlik ostida shu vaqtdagi Xitoy hokimiyati ostida yashayotgan rayondagi bir odamlar erkin ozodi o'z bayrog'i, o'z davlat, o'z hukumati, o'z qo'shininki qo'g'dish ostida yashayotgan bir ozod mustaqil rayonga talpinmasin. Demak, shu vaqtning o'zida ilini markaz qilgan, ili Alpay Tarbag'dan iborat bu 3 viloyat shu vaqtdagi birdan-bir ozod mustaqil rayon sifatida 7 viloyatga nihoyat kuchli ta'sir ko'rsatgan edi. Boshqa Xitoy tarafining bosh og'rigan narsa shu 3 viloyatni yo'qotmagan, Sharq Turkistonni yo'qotmaganlik bo'lgan. Ahmetcan Qasimilar qaytgandan keyin toki 49-yilgacha ular o'zining mustaqil mavjudligini davomlashtirdi. Iqtisod jihatdan, ma'rif jihatdan, madaniyat jihatdan gullanish olib bordi. 1948-yilga kelgan chaqda shu vaqtdagi Sharqiy Turkistonning, ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurgan bu 3 viloyatningki iqtisodiy saviyasi Xitoy Gomindan hukmronligidagi 7 viloyatning iqtisodiy turmush saviyasini oshib ketdi. Xalq intayin bayashab, turmush sharoitini yaxshi bir vaziyat shakllandi.
Gomindan hükümranlığıdaki bu 7 vilayet Qashqar, Xotan, Qarshi, Aqsu bu joylarda bir mustabid zulm bo'lgan bo'lsa, bu shimolda 3 viloyat xalq erkin azod yashaydi. Iqtisodiy turmush jihati xalq bayashat yashaydi. Hamma odamlarningki shu vaqtdagi Sharq Turkiston hukumatı Ahmetcan Qasimiy boshchiligidagi o'zining o'qituvchilar qo'shiniga, kadrlar qo'shiniga, ziyolilar qo'shiniga yetarli maoshlarni berdi. O'zlarining qo'shini askarlarini iqtisod bilan ta'minladi. Shu askarlarni yetarli qurol-yarog'lar bilan ta'minladi. Bu qurol-yarog'larni Sovet ittifoqidan setib oldi, albatta. Nurg'un o'zlarining shu qo'y, kalay va boshqa chorvachilik mahsulotlari, oshliq, bug'doy qatorliq dehqonchilik mahsulotlarini Sovet ittifoqiga o'tkazish orqali bularga shularni setib olib ta'minladi. G'ulji shahrining shu vaqtdagi iqtisodiy turmush sharoiti Urumchidan yuqori bo'lgan. Urumchiga 1947-yilda Urumchidan G'uljiga borgan Amerikaning muxbirlari hayron qolgan. Shaharning go'zallik darajasi hatto Urumchidan yaxshi bo'lgan. Butun hokimiyat organlari Uyg'ur tilida bo'lgan. Maktablar Uyg'ur tilida. Albatta Ahmetcan Qasimiy boshchiligidagi Sharq Turkiston hukumatı shu vaqtda bu Xitoy hokimiyatidan farqli bo'lgan, ilgirki Xitoy mustabidlaridan farqli bo'lgan bir siyosat, hamma millat barobar, hamma dillar barobar degan siyosatni yurgizgan. Ya'ni shu vaqtdagi Sharq Turkiston tavasida va albatta bu siyosatni oldi bilan Ilhon To'ran boshlagan. Ya'ni 9 moddalik mustaqillik xitobnomasida 1905-yilda 1-oyning 5-kuni e'lon qilgan. Buningda Sharq Turkistondagi islom dinidan boshqa dindagi xalqlarning diniy huquqlari qo'g'dilindi, ularga e'tibor berildi deyilgan. Albatta, xalqlarning ko'pincha musulmon bo'lganligi uchun islom diniga alohida e'tibor berildi. Shu vaqtdagi Sharq Turkiston tavasidagi Mo'g'ullar, buddistlar, ruslar, xristian, shivalar va boshqalar. Mushu dillarga e'tiqod qilgan xalqlarni o'z erkinligi bilan, o'z e'tiqodi bilan yashagan. Ularga hech kim kelib diningni o'zgart degan emas. Shularning o'zining tilida maktablarni etishiga, gazetlarni chiqarishiga yo'l qo'ygan. Sharq Turkiston hukumatı 6 xil tilda gazet, Inqilobiy Sharq Turkiston gazetini, uni oldin Ozod Sharq Turkiston gazetini chiqargan. Jurnallarni chiqargan. Hatto shu vaqtda oz sonliq bo'lgan shivalarning tilidami gazet chiqarib bergan. Manjularni Xitoy millatchilari yo'qotib, Manju xalqi hammasi qo'rqib keyingi vaqtida o'zining manjuligini o'zgartib, Xanzoga o'zgartib olgandan keyin, Xitoyga o'zgartib olgandan keyin, manjular assimilyatsiya bo'lib ketgandan keyin, o'sha 30-40-yillarda, keyingi vaqtlarda manju tili asosiyatini tugaganda, shiva tili shu manju tili demakdir. Shuning bir qismi ham hisobda. Sharq Turkiston hukumatı tunji qatim shiva tilida gazet chiqarib berib, shiva tilida maktablarni ochib yo'l qo'yish orqali shiva tilining saqlanib qolishiga, adabiy tilning saqlanib qolishiga his qo'shgan, manju tilining saqlanib qolishiga his qo'shgan. Bununla shiva ziyolilari nayti aslaydi shu ishlarni, hurmat bildirdi. Shu vaqtda Sharq Turkiston hukumatı bizning tilimizni saqlab qolgan, bugungi kundagi manju tilining saqlanib qolishiga his qo'shgan deydi. Men buni ayni vaqtda shiva ziyolilaridan anglagan. Mo'g'ullarmi shunda? Ana shu xalqlarning hammasi Sharqi Turkistonning yeshil oy yulduzliq bayrog'i ostida ana shu bayroqni ko'tarib, o'xshashlam Xitoy armiyasiga qarshi janglarga qatnashgan. Janglarga qatnashib, o'zining ayrim polklarini qo'rgan. Masalan, 8-Dörbiljin Mo'g'ulat polki, Shiba eskadroni deymiz. Va undan boshqa Mo'g'ullarning ayrim divizioni va boshqalar. Demakki, u chaqda Sharqiy Turkiston hukumatining ana shu to'g'ri milliy siyosati, to'g'ri diniy siyosati, to'g'ri madaniyat siyosati, ijtimoiy iqtisodiy siyosati va boshqa siyosatlari hamma millatning Uyg'urlarni markaz qilgan, Uyg'urlarni yadro qilgan holda, mayli Turkiya xalqi bo'lsin, mayli Turkiya emas xalqlar bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, mayli musulmon emas xalqlar bo'lsin, ana shu Sharq Turkiston bayrog'ini tan ko'targan. Demak, shu Uyg'urlar diyori tarixining nihoyat uzun mezgillik bir bosqichdagi ajoyib bir yangi bir davr hisoblandi bu. Bularning hammasini Urumchidagi bu Xitoy Gomindan hokimiyati, Jankaysha hokimiyati Nanjingdagi bular nihoyat bearam bo'lganda, shuning uchun bular ichki jihat boshini parchalab o'tish, Uyg'urlarni qozoqlardan parchalab o'tish, qozoqlarni Uyg'urlar qarshi qo'yish, qirg'izlarni Uyg'urlar qarshi qo'yish, Mo'g'ullarni qarshi qo'yish, ularning isyonlarini qo'zg'ash, ularga yo'l berish qatorliq har xil taktikani qo'llangan. Masalan, 1947-yil 2-oyda Urumchida Xitoylarning Ahmetcan Qasimiyni
yo'qotish Ahmadjon Qosimni o'ldirayli degan shuar ostida 25 fevral namoyishi yuz berdi. 10 minglagan Xitoy namoyish qildi. Shu vaqtlarda kechida ichilgan yig'inda Song Shilan, Liu Mingchun, u bu degan shu vaqtdagi Kuomintang Xitoy harbiy doiralari namoyish orqali qarshi turish, millatlarni ichki jihat Uyg'urlarga boshqa millatlarni tang qo'zg'ab qarshi turish degan planni tuzgan. Shu plan bo'yicha hamma millatlarni qarshi qo'yishga tirishgan. Lekin oxirgi hisobda bu planlar unumga erishilmadi. Hammasi mag'lub bo'ldi. Demak, 1949-yili 10-oyga kelganda Sharqiy Turkiston mushu 1944-yil 12-noyabrda qurilgan Sharqiy Turkiston hukumati ana shu oy yulduzliq yeshil bayrog'i oxiri 1949-yili 10-oyga kelgan chaqda bu bayroq ilib o'tildi. 50-yilning 1-oyiga kelgan chaqda Xitoy Ozodlik armiyasi, shu vaqtdagi o'zlarining atishi bo'yicha Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi deydi. Ular Altay, Ili qatorliq joylarga kiradi. Qolgan joyni burunroq egalladi. Unda bo'lsa, nima uchun 49-yilda Xitoy armiyasi bu joylarga kirib, qaytadan egallab, kommunist armiyasi bu joyni ishg'ol qila oldi. Bu Sharq Turkiston hukumati nima bo'ldi degan xulosaga endi kelamiz. Yuqoriqilari hammasi umum bir mush joyninki 19-asrning oxiri 20-asrning 5-idagi umum bir ma'lumot. 1949-yili bu 12-oyga kelganda 49-yili 7-oyga kelganda vaziyatda nihoyat cho'ng bir o'zgarish yuz berdi. Bu o'zgarishninki asosli omili Xitoy kommunistlari bilan bu Sovet İttifaqı kommunistlarining orasidagi hamkorlikqa munosabat edi. Hozir ba'zi narsalarni ko'rsatay. Shu Sharq Turkiston Cumhuriyetining suratlari har turli. Shu vaqtlarda bu suratlarning ko'pincha sizlar ko'rgan. Mana shu 45-yilning 10-oylaridagi umumiy ko'rinish asos jihatdan ozod bo'lgan rayonlar. Nebejinka Demak, endi o'zimizning gapimizga kelsak, mana shu 1947-yildan boshlab dunyo vaziyatida umumyuzlik o'zgarish yuz berdi. Xalqaro vaziyatda o'zgarish yuz berdi. Sovet Xitoy vaziyatida o'zgarish yuz berdi. 47-yilga kelgan chog'da bu Xitoy kommunistlari ichki urushda Kuomintang bilan bo'lgan urushda asta-asta g'alaba qilishga boshladi. 47-yilning oxirisiga kelganda bu 1948-yilninki 9-oyga kelgan chog'da kommunistlar armiyasi umumyuzlik holda Kuomintang armiyasiga qarshi har qaysi saflarda urush qo'zg'ab, 3 cho'ng urush deydi, Xoy-Xoy, Liaoshan deydi, urushlarda g'alaba qilib Kuomintang armiyasini umumyuzlik holda tarmar qildi. Albatta Sovet İttifaqı bu Xitoy kommunistlarini har jihatdan qurollantirdi. Masalan, Manjuriyada Yaponlardan qo'lga tushgan butun Zenbrak tank qatorliq eg'riyni qurollarning hammasini Xitoy kommunist armiyasiga taqdim qilgan. Ondan keyin Manjuriyaga kirgan Sovet armiyasining butun qurol-yarog'larining mutlaq ko'p qismini yana shu Xitoy kommunistlar armiyasining qo'liga topshirib berib chiqib ketgan. 47-yilning izchil holda Manjuriya orqali Sovet hukumati o'zining qurollarini kirgizib, bunga har jihatdan qurollantirib turgan. Ana shu qurollar kuchiga kommunistlar armiyasi Kuomintang armiyasi bilan bo'lgan urushda asta-asta g'alaba qildi. 1900 bu 49-yilga kelganda bu Amerika bilan bu Sovet İttifaqı orasidagi ixtiloflar, ziddiyatlar texnik kuchaydi. 46-yil bu sovuq munosabatlar urushi boshlangan bo'lsa, bu munosabatlar urushdan keyin barbara bargan sari kuchayishga qarab yuzlandi. 1947-yili bo'libmi shu 47-yil 7-oyda, 3-oyda bu nimeniki Amerika prezidenti Trumanninki bu plani e'lon qilingandan keyin, ondan keyin 7-oyda Marshall plani e'lon qilingandan keyin Sovet İttifaqı bu Xitoy kommunistlariga bo'lgan qo'llashni texnik kuchaytirib, Kuomintangni cheklash siyosatini texnik yurgizdi. Oxirgi g'alaba kommunistlarning qo'liga o'tishga boshladi. 1949-yilga kelganda Nebejinka prezentasyonga munosib batlar bo'lsa, qaytadan qilinglar, avvalgi PowerPoint'ingizni munosabat ichib qo'ygan bo'lsangiz ko'pchilik texnik yaxshi tushunadi.
Hazır. Ben hazırmışım. Dal şu yan açtım. Dal şu yan açtım hazır. 1949 yılı kelgende bu Xitoy kommunistlarının umumyüzlük aldı g'alaba qilib, bütün hakimiyetni qo'lga ilish imkoniyati tug'ilgan mana shunday sharoitda Stalin hukumati Xitoy kommunistlarini qat'iy qo'llash, uni o'sha Xitoyning hokimiyatiga chiqarish, uning hokimiyatini e'tirof qilishni rasmiy bekitdi. Shu vaqtdagi siyosati bu aniq bo'ldi. Ana shu bo'yicha 1949-yil 1-oyning 30-kunida Sovet İttifaqı Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi bu Mikoyan, mana o'tirdik kishi. Mikoyan maxsus shu vaqtdagi Xitoy Kommunistlar partiyasi Markaziy komiteti joylashgan Xebeydagi bu Shibeibo degan joyga maxfiy kelib, Mavzudong qatorliq Juda qatorliq Ko'chirsiz gapingiz bo'lib o'tdim. Presentation ko'rilmadi, hech kim ko'ranmadi. Qayt share qiling. Bu resimden ko'rgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Shu bayatan qilib ko'rindimi, ko'rinmadimi? Yo'q, birinchi betingiz to'xtaqliq, endi sizni ipingiz bo'lmaydi dedim. Azmi so'zlayapsiz, ko'rgash ma'yil deyman. Hozir bu bayatiningizda men ko'rdim deb, men sizlarni ko'rdi deb o'ylabdim buni. Bayatınız sen köyde de o'ylabdim menda men. Anlıqda bireylan xato şey qilib qolib, sizdan kim üzülüp ketib qoldi. Shundaqmi? Okey. Bu men sizlarni köyde deyman, hozir bu yana qandaq so Google Meeting'ninki men jak suratlar bordim, o'yim suratlamayadi. Bir sekund turib turamsizlar, mani ichi vaqtcha yoki suratlarni ko'rsatmay so'zlayveraymi? Agar vaqtni berib qoldi, agar vaqt yetg'ashsiz bo'lsa so'zlayvering bo'lmasa. Bo'lgan so'zlayveray. Demakki, muhim joylarda suratlar bu bo'lmay buzilib ketdi. Bu 49-yil 1-oyning 30-kuni, 1-oyning 30-kuni Mikoyan, Anastas Mikoyan deydi, Shibeibo kelib Stalinning vakilimdi. Mavzudong qatorliqlar bilan rasmiy suhbat o'tkazdi. Bu suhbatda shu vaqtda qurulg'isi shu Xitoy kommunistlar hokimiyatining programmasi, ichki siyosat, tashqi siyosat, milliy siyosat va boshqa masalalar haqida umumyuzlik holda Sovet ittifoqining pozitsiyasini bildirish edi muzokara. Shu muzokarada tunji qatim bu Sharq Turkiston masalasi, Uyg'urlar masalasi o'tirib qo'yildi. Yana 49-yili 2-oyning 4-kunidagi Mavzudong qatorliqlar bilan o'tkazgan Mikoyanning suhbatida Mavzudong tunji qatim bu ilida Sharq Turkiston bir mustaqillik inqilobi yuz bergan ekan, qurol-yarog', ularning qurollari, aeroplan, hatto tank qatorliqlarni ishlatgan ekan. Bu ahvollarga qanday qaraysiz deganda, bu Mikoyan, men bu ishlardan mening xabarim yo'q. Sharq Turkiston milliy ozodlik, u joydagi milliy ozodlik inqilobini bizning aralashmadik, biz uni qo'llamadik, ammo uning bo'layotganligini biz bilamiz degan mandaq nuqtadan gap qilgan. Shunga bilan birlikda bu masalada so'zlashgan chog'da, ya'ni Mikoyan aniq qilib Stalinninki shu maydoni, Sovet hukumatining maydoni, bizning bu Xinjiangdan, Sharq Turkistondan hech qanday zimin tavalligimiz, zimin tamoyimiz yo'q. Bu joy shu Xitoyninki kommunistlar qo'lda qoladi. Bu joyga hargiz mustaqillik bermaylar. Mustaqillik berilsa bo'lmaydi. Faqat bir muxtoriyat, avtonomiya bersa bo'ladi degan maydonni o'tirib qo'ygan. Bu gap amaliyotda shu Stalinninki shu vaqtdagi siyosiy byuroninki qarori edi. Mavzudan ayt xo'sh bo'lib ketdi deydi o'zining keyingi dokladida bu so'zini anglab. Albatta bu joyda Moskvaning siyosiy byuroning bu fikrini yetkazgan chog'da mustaqillik bermaylar, muxtoriyat bersanglar bo'ladi degan so'zni ishlatganda bu Mikoyan u muxtoriyatning qanday bir shakldagi muxtoriyat ekanligini aniq demaganda, bu Xitoylar keyin Uyg'urlarga bergandek avtonomiyami yoki bir ittifoqdosh jumuriyatmi yoki avtonom jumuriyatmi, qanday shakldagi uning konkret nuqtasini demagan. Chunki ittifoqdosh jumuriyatning o'zi bir muxtoriyat, o'zini o'zi boshqarish bir muxtoriyatda shu vaqtda o'zi tushunchasi bo'yicha buni aniq demagan. Shu siyosatlar bekitilib bo'lgandan keyin bular qaytib 49-yil 6-oyning 21-kuni bu Liu Shaoqi boshchiligidagi Xitoy kommunistlarining vakili bir guruhga
qaytadan Moskvaga maxfiy ziyorat keladi. Bu Liu Shaoqi taki 6-ayning 21-kundan taki 1949-yil 8-ayning 14-kunigacha shu 1,5 oydan ortiq vaqt Moskvada turib, nihoyat ko'p qatim Stalin bilan suhbatlar o'tkazdi. Ana shu suhbatlarning eng muhim nuqtalari asosliq 7-8 xil nuqta qaratilgan. Ya'ni Sovet ittifoqi kelgusida shu Cumhuriyet Jamhuriyatini qurish, uni iqtisodiy jihatdan yordam berish, qo'llash, 300 million dollar hisobida qarz berish va undan boshqa kadrlarni ivetish, texnik xodimlarni ivetish, bu davlatninki qurilmasining qanday bo'lishini belgilash va boshqa nurg'un mazmun doirasida bo'lgan tashqi munosabat, xalqaro munosabat, ichki munosabat va boshqa har jihatlardan bo'lgan bu muhokamalar bir bitishim hosil qilingan. Ana shuningda shu vaqtdagi Uyg'urlar masalasi, Sharq Turkiston masalasi yana bir muhim tema bo'lgan. Shu suhbatda aslida mavzudan Sharqiy Turkistonga biz Xinjiangni 1950-yillarda qo'shin evatishimiz mumkin deb o'ylagan farazni vaqtda. O'zining 49-yil bu joyga qo'shin kirgizib, bu joyni egallash uy bo'lmagan, egallash imkoniyatimiz yo'q deb qaraganda ular shu vaqtning o'zida. Ham mavzudan 1949-yil 10-oyda Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin 10-oyda qurish o'yidan bo'lmagan. Balkim u butun Xitoyning hamma joylarini egallab bo'lib, chunki janubdagi bu Sichuan, andan keyin bu Gansu va boshqa nurg'un joylarni egallab bo'lmagan. Mush joylarning hammasini egallab bo'lib, 50-yillarda quraman deb o'ylagan ekan. Ammo Stalin Liu Shaoqiga Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin 10-oyda qurishni qanchalik tez bo'lsa, shunchalik tez suratda egallagan joylarni asos qilib turib, shu Komünistlar Cumhuriyeti'nin hakimiyetini qurishni o'ttirib qo'ygan, talab qilgan. Shuning bilan birlikda Xinjiangga, shu vaqtdagi Sharq Turkistonga darhol qo'shin kirgizishni, qo'shin evatishni qanchalik tez kirgizilsa, shunchalik yaxshi bo'ladiganligini uning degan. Buningga asoslar sabab ko'rsatib, agar kirgizilmagan chog'da bu joyda inglizlar, ya'ni Amerika ular qo'l tutib, bu joyda bir musulmonlar davlatini qurishi mumkin. U vaqtida bu joyni kontrol qilgan olmaydi, buni boshqarish mumkin emas degan nuqtadan bu Liu Shaoqiga shu ma'lumotni berib, qanchalik tez ishg'ol qilsang, bu joyni shuncha yaxshi degan taklifni bergan. Unda bizning qo'shinimiz yetmaydi, kuchimiz yetmaydi deganda, hatto Mabufangning qo'shinlarini yo'qotishga men 40 lagan aeroplan chiqarib, havo polklarini, men shu polklar bilan uning otliq qismlarini yo'qotib beraman. Hammani men o'zim bir taraf qilib beraman. Ichki jihatdan, tashqi jihatdan o'zim masalashimni xotirjam qo'shin kirgizinglar deb xotirjam qilgan. Ana shu prinsip bo'yicha Dingli uchunni G'uljiga evatib, Sharq Turkiston rahbarlari bilan ko'rishib, suhbatlashishni o'rinlashtirgan. Bu o'rinlashtirishlarning hammasi amaliyotda Moskvada shu vaqtda Stalin siyosiy byurosi tomonidan bekitildi. 1949-yil 7-oyning 29-kuni siyosiy byuro bir qaror qabul qilgan. Bu qaror bo'yicha maxsus Xitoy Kompartiyasining vakilini G'uljiga evatish, bu Xitoyninki bu Beyjingda ochiladigan kelgusidagi yig'inga qatnashish uchun maxsus Sovet taraf aeroplan chiqarish, bu ishlarga havo mudofaa, havo transport ministrligi mas'ul bo'lish, ularning bexatarlik va boshqa ishlarini shu vaqtdagi xavfsizlik ishlariga, xavfsizlik sohasidagi fedotop qatorliqlarni mas'ul qilish qatorliq bir yurish belgilamalar bekitilgan. 20-iyuldagi bu siyosiy byuroning oxirgi qarori. Bu qaror tek-tek naganda Sharqiy Turkistonni qancha tez bo'lsa Xitoy Kompartiyasining qo'liga topshirish bir qarori bu desak bo'ldi buni. Shu qaror bo'yicha Dingli uchunni Sovet hukumati Liu Shaoqining tanlashidan keyin 8-oyning 14-kuni maxsus odamlar bilan poyezdlarga besib, ularning havo qabullovchi radiogramma apparatlari va ularniki. Shularning hammasini telegramma berilgan. Shu texnik xodimlar bilan qo'shib G'uljiga o'zlari qilib o'rinlashtirgan 8-oyning 14-kuni yetgan. Bu hammasi Sovetlarning o'rinlashtirishi bilan bo'lgan ishlar. Shu bo'yicha Dingli uchun 8-oyning 15-kuni keldi. Shu vaqtning o'zida Ahmadjon Qosimiy, Isoqbek qatorliqlar bu Sayram ko'li bo'yida dam olib shu kelgandan keyin hatto Ahmadjon Qosimiy bu Isoqbeklar Dingli uchun G'uljiga kelganini uqmaydi ular. Shu kechada ular xabar yetkazilgandan keyin atisi G'uljiga qaytdi. Ammo Dingli uchun kelib 2 kungacha Ahmadjon Qosimiy qatorliqlarni
İshakbeklar Deng Lichun bilan rasmiy ko'rishmagan. Faqat 8-oyning 17-kuni yani Deng Lichun kelib, ya'ni 2 kundan keyin 3-kuni kechiga to'g'rilab Sovetning konsulininki o'ttirib tushishi bilan G'uljida ko'rishgan. Deng Lichun o'zining telegramida shunday deydi. Ham buni suhbat deb ataydi. Uni tushundik. Ko'rish emas, suhbat deb ataydi. Shunga ikki taraf orasida bir suhbatlar bo'lgan. Shu suhbatlardan keyin andın yana o'zi bir qism ma'lumotlarni berdi, ammo konkret nima suhbatlar bo'ldi, amaliy jarayonlarini biz tafsil bilmaymiz. Ular balki maxfiy bo'lishi mumkin. O telegrammalarda e'lon qilinganlar faqat uning bir qism qisqartirilgan nusxalari bo'lishi tabiiy. 8-oyning 19-kuni andın Mao Zedongning o'z imzosi bilan Mao Zedongningki qalam bilan evatilgan Ahmedjon Qosimiy boshliq bu ili rahbarlarini Beijingdagi siyosiy maslahat kengashi yig'iniga chaqirish taklif etildi. Ammo o taklif kelib, o kuni uning qo'liga bergandimi, o kuni ham javob berilmaydi. Javob faqat ertasi Ahmedjon Qosimiylar muzokaralardan keyin ertasi 20-andin javob yozib, vakil evatishga biz qo'shilamiz degan bir javobni yozib berdi. Bu yer selish to'sanglar Mao Zedongning telegrammasi night uzun, necha 10 jumla. Ammo Ahmedjon Qosimiyning hozir ham telegramma shu xat deyilgan nusxasida endi night 3 jumla, uzun jumlani qo'shsak 3 jumlali gap, ortiq gap yo'q. Bo'ladi. 8-oyning 22-kuni bular endi Olmaotaga boradi, shu Beijingdagi yig'inga qatnashadi degandan bilan. Ondan keyin bular ondan aeroplan voqeasida o'ldi degan masala shundan keyin kelib chiqqan. Aeroplan voqeasi o bu degan gaplar bor, hozirgacha e'lon qilingan nusxa. Demak, Ahmedjon Qosimiylar mana shu 8-oyning 22-kuni G'uljidan ayrilgandan keyin 8-oyning 27-kuni Xitoy kommunistlari keyin Baykal ko'li bo'yida aeroplan qazosiga uchradi deydi. Keyingi ba'zi topilgan ba'zi hujjatlarda shunday bir aeroplan 8-oyning 25-kuni Baykal ko'li bo'yidagi Qabardaban deydigan bir joyda Buryatiya Jumhuriyatidagi tushib ketganligi keyingi vaqtlardagi ba'zi bir hujjatlarda e'lon qilindi shu aeroplanning jarayonlari. O ayrim tema hamda uzun tema onun hakkıdan keyin ayrim bir so'zlasak bo'ladi bu jarayonda. Albatta Ahmedjon Qosimiy qatorliqlar zaten nim bo'ldi, qandoq o'ldi, shu aeroplanda o'ldimi, haqiqatan shu uchish safarida aeroplanning ichida shuli bormidi, shu aeroplan tushib ketdimi, o'zi tushib ketdimi yoki tushirib etildi-mi? Bularning hammasi aniq buningki dalil isboti yo'q, hozirgacha ko'rsatilmagan. Xitoy Kompartiyasi taraf e'lon qilgan 8-oyning 27-kuni deyilgan bo'lsa, hatto Mao Zedong Ahmedjon Qosimiy qatorliqlarningki vafotiga ta'ziya bildirib, 10-oyda Jovillar qatorliqlar evatgan ta'ziya telegrammasida Ahmedjon Qosimiy qatorliqlar 9-oyning o'ttirlarida qazo qildi degan. Acaba ular aniq precheslarni bilmamda, ayında qalayimqan yozib qo'yamda, 8-oyning 27 desa bu 9-oyning o'ttirlaridan shuni o'xshash nurg'unlagan bir jumalliklar bor. Ammo Uyg'urlarning o'zining manbalarida, o'zining turli uchurlarda keyingi vaqtlarda bu Sovet hokimiyatining shu G'uljida 43-yildan 49-yilning oxirisigacha tug'an xodimi Hokim Jappar Yarullo Bekovning keyingi vaqtlarda bu Ashur Voidi, Asim Boqiy va boshqalarga deb berganlari bo'yicha Ahmedjon Qosimiyninki unda aeroplanda emas, Moskvaga olib berilib, Moskvada o'ldirilganligiga oid ba'zi bir ma'lumotlarni o'ttirib chiqqan. Bunga oid turli hamda versiyalar, ya'ni turli bir uchurlar, ma'lumotlar bor. Ammo Ahmedjon Qosimiylarning bir o'ldirishga uchraganligi, qanday shaklda o'ldirishga uchraganligi tabiiy emas, bir hodisa emas, o'ldirishga uchraganligi mutlaq ko'p qism ayni vaqtdagi inqilob shoidlari, Ahmedjon Qosimiyning sabdoshlari, Ahmedjon Qosimiy bilan birga ishlaganlar, Ziyo Samadiy va boshqa nurg'unlagan shu kishilar o'xshash shu nuqtadan qaraydi. Ya'ni ular hech kim Ahmedjon Qosimiy qatorliqlarning aeroplanda o'zligidan o hodisaga uchraganligiga hech kim ishonmagan. Hatto ularning aeroplanda o'lib ketganiga shunday bir qazoga uchraganligiga ayni vaqtdagi G'uljiga evatgan Sovet ittifoqining josuslari, ya'ni NKVDning xodimlari bo'lgan Iskandar, Ali Apandi va Zakir Apandilarning keyingi vaqtlarda yozishgan xatlari bor. Shundaqla ularning 49-yili 9-oyning 24-kunida yozgan Ali Apandiga yozgan Ivanov Iskandarning yozgan xati bor. Nusxalari mening qo'limda bor.
Şularımı, şularmı guman kıygan? Şu Sovet İttifakının xadimlari mı? Bularning aeroplan qazası uçları diye degeniga şularmı guman kıygan? Bu gumanni boshqalar emas, manbalar bo'yicha qaraganda. Şular guman kıygan yerda boshqalar endi albatta guman qila olsa normal ahvolda qarashga bo'ladi. Ammo uning bir dalil, isbot, fakt, aniq bir narsa hozirgacha ko'rsatilmaganligi uchun hujjat kishilar endi guman qilsa qilaverdi. Mana shunda bo'lgandan keyin uning o'rniga Sayfiddin darhol Beijingga berib, Sayfiddin andin bu yig'inga sog'-salomat qatnashdi. Sayfiddin Aziz G'uljidagi bu dinleyicimi 9 ayning 3 kuni darhol 9 ayning 15 kuni Sovet tarafininki o'rinlashtirishi bo'yicha nimaga qaytib kelib, Urumchiga kelib, Burhan shahidining uyiga tushib, bu Urumchidagi Gomindanning tavsiya boshliq, shu vaqtdagi Yechen Obo deydi, Gomindan generallari, shularni taslim qilish, Kompartiyaga taslim qilish ishiga tutish qildi, ichki jihatda. Bunga Mao Zedong shu vaqtda Beijingda turayotgan Gomindanning sobiq amaldori Jiang Zhezongning o'tirg'iga tushdi. U xatibat deb ularga taslim bo'lishga tavsiya qildi. Bir yoqdan Sovetninki Urumchida konsulxonasi bular harakat qildi. Taraf-tarafdan harakat qilish orqali bu tavsiya Burhan qatorliqlar oxiri Gomindanning yana bir guruhi bor bu Urumchidagi. Bu Yechen Ma Qingshan, bu Tungan 5-atliq Tungan bu korpusning komandiri. Bular qat'iy taslim bo'lmaymiz, kommunistlar armiyasi bilan so'qishimiz deydigan guruh bular. Bularning orasida ziddiyat bor. Hatto ular tavsiyalarni qo'lga olish planini tuzgan. Mana shunday harakatlar bo'libmi, Sovetlarning o'ynagan roli zo'r bu jihatda oxirgi hisobda bular Hindistonga ketishga ma'qul bo'lib, bu tavsiya bilan Burhan 9 ayning 24-25 kunlari Mao Zedong telegramma yo'llatib taslim bo'lganligini e'lon qildi. Ammo G'uljida u vaqtida ya'ni hukumat texi mavjud, oy yulduzliq bayroq texi esilig'liq, milliy armiya texi bor hammasi. Ular nim bo'layotganligini bilmaydi. Ahmedjonlarning taqdiri mish-mish gaplar chiqishga boshlagan, hech kim bilmaydi. Bu o'zgarishlardan xabarsiz. Ahmedjon Qosimiylar mengishning oldida, Olmutiga mengishning oldida milliy armiyaning butun bosh qo'mondonlik huquqini general Isoqbek Leskinga topshirgan. Leskin bir Rus G'uljidagi, shu vaqtdagi milliy armiya Kansay polkining komandiri edi. U asl Sovet ittifoqining ishonchli odami. Fatih Leskinga topshirgan. Bütün bexatarlik ishlarini yana o'zining odamiga topshirgan. Ittifoqningki shu vaqtdagi eng oliy bir rahbarlik organi bo'lgan partiya, Tinchlikni, demokratiyani qo'llash ittifoqi degan. Ittifoqningki vaqtliq raislik o'rnida Sayfiddinga qo'ygan, lekin Sayfiddin ketgandan keyin u Asad Istoqov degan kishi, ham tatar kishi, u kishining qo'liga qolgan. Demak, mushu kishilar bütün ozod 3 viloyat, Sharqiy Turkistonningki her jihatdan kontrolligini shular qo'lda tutib turgan. Oxiri Sayfiddin Beijingdagi bu yig'inga qatnashdi. 10 ayning 1-kuni Jumhur Xalq Jamhuriyati, Xitoy Xalq Jamhuriyati qurilganligi e'lon qilindi. Sayfiddin shu 10 ayning 23-larida anadagi yo'lga chiqib, 10 ayning oxiri Urumchiga qaytib keldi. Taki xalq, G'uljidagi xalqlar Ahmedjon Qosimiy qatorliqlarningki bu vafot bo'lganligini, qazo qilganligini hech kim bilmadi. Bu mutlaq maxfiy tutildi. Bu vaqtda hujjatlar bor. Kompartiya taraf bu ishni ularning G'ulji xalqidan maxfiy tutdi. Xalq bilmadi buni. Faqat Sayfiddin shu 11-oyda G'uljiga kelgandan keyin shu yerda rasmiy e'lon qildi. E'lon qilganligi xalqcha yig'izora qo'yganlar. Bunga yana ishonmasliklar bo'ldi. Umuman Xitoy ozodlik armiyasi taki shu hamma ishlar bitib bo'lib, Ahmedjonlar ko'zdan yo'qtilib, hamma ishlar tamom bo'lgandan keyin 49-yil 10-oyning 10-kuni Juchanga yig'ilgan butun Xitoy ozodlik armiyasining birinchi armiyasi deydi, Wang Jun boshchiligidagi. Uning qo'shu tarkibida 3 korpus bor. Bular umumimizdagi holda Uyg'urlar diyoriga yurishni boshladi. Yurishni boshlab 10-oyning 20-kuni bir tank bronevik polki Urumchiga kirdi. Qolgan qo'shinlar Urumchiga kirmay, asta-asta qarshi ama janub yo'nalishi bo'yicha joy-joylarga janubdagi bu viloyatlarga yurish qildi. Mana shu vaqtning o'zida Sovet hukumati, Stalin hukumati Xitoy ozodlik armiyasining bu Sharqiy Turkistonni tez ishg'ol qilish uchun, qo'shinlarni tez yo'tkab kelish uchun 40 tane aeroplan, to'shig'uvchi aeroplan chiqarib, bu aeroplanlarni Juchanga yuvatdi.
Mana şu aeroplanlarda ta ki 49 yıl 11. aydan başlap 50. yıl 1. aygacha bolğarlıkta 14 bin kişilik qo'shinni necha yüzlеген zembirak va boshqa har xil qurol yarog'larini to'shib akab Xitoy armiyasining, kommunist armiyasining Sharq Turkiston umumyuzlik holda ishg'ol qilishiga, umumyuzlik holda kontrollik ostiga ilishiga Sovet ittifoqi mana shu jihatlardan ta'sir yordam ko'rsatdi. Bunun oynagan roli zo'r bo'ldi. Uning oldida mavzuning 49 yılı 9 ayının 24 yılı Stalinga yollagan telegrammasida Şinjan'a 500 bin kişilik qo'shin ibatiman degan bilan jo'dan boshlab. Keyin 500 bin kişilik emas, amaliyotda 110 bin kişilik qo'shin ibatdi. Wang Junning komandirligida. Mana shularning bu qo'shinlarni ibatishda mavzuning boshdan oyoq nayt qiynalgan. Bu qanday ibatimiz degan birisi yo'l uzun, cho'l, jazira. O kış mezgili to'g'ri keldi. Kiyim, kechak, ozuq, tuluk, yiqilg'u, mana mushu masalalarni qanday hal qilamiz degan buning qiyinchilik uchun. Ikkinchisi, kirgandan keyin bu yer Gomindan armiyasimi biz bilan urushishi mumkin. U yoqdagi qo'zg'olonchilarmi biz bilan jang qilib qilishi mumkin. Bu xalqlar qo'zg'olib jang qilsa Uyg'urlar, ular bilan qanday qilamiz? Bu ishni qanday hal qilamiz degan. Bularning hammasida Stalinning bergan va'dasi hammasida xotirjam qilish mavzuni, xotirjam kirish. Ani şu Sovet ittifoqining ani şu oynagan roli bilan oxirgi hisobda Xitoy Kommunistlar armiyasi Sharqiy Turkistonni o'zlarining atishi bo'yicha Şinjanni ishg'ol qildi. Qumul atrofida bir qism qarshiliklar bo'ldi. Osman va Yo'lbos, Abaydulla Ertürk degan kishilarning boshchiligida qarshiliklar bo'lib, Xitoy ozodlik armiyasining bir muavin diviziya komandir darajalik ofitseri o'ldirildi. Yani bazı joylarda qisman qarshiliklar bo'ldi, lekin umumyuzlik qarshilik ko'rsatishga ulgurib bo'lolmay ular egallab. Shimoldagi 3 viloyat ozod Sharq Turkistonda ular vaziyatdan xabarsiz. Faqat 10-chi oyga kelganda analikin xalq hammani o'qdi. Analikin bu Asad Isqaqov bilan telegramma yozib qabul qilganligini Xitoy kommunistlarining rahbarligi bildirdi. Analikin aqidan andi Sharq Turkistonning ay yulduzlik bayrog'i ana şu 10. ayda resmi G'o'ljidan ep tashlandi. 10-chi bolg'arlikda. Shu vaziyat shunda o'zgardi. Oxiri bu yerda Xitoy kommunistlari hokimiyatni egallab 1950-yili 12 ayda 17 kuni Şinjan o'lkalik hukumatini qurib chiqdi birlashma hukumat. Bu ili tarafdan 3 viloyatdan 13 kishi bunga qatnashdi birlashma hukumat. Sayfiddin Aziz muavin rais bo'ldi. Buray Shahida rais bo'ldi. Yana bir Xitoy kommunistlarining bir amaldori muavin rais bo'ldi. Ondan keyin Şinjan harbiy rayoni qurilib, Sayfiddin 4-chi muavin qo'mondonlik vazifasi berildi. Shuning bilan bu joyda Xitoy kommunist hokimiyati rasmiy o'rnatildi. Ammo 51-yilga kelganda G'o'ljida 51 kishi tunji qatim Xitoy kommunist hokimiyatidan Uyg'uriston Cumhuriyeti qurish talabini, loyihasini o'ttirib qo'yib, yo'llagan bo'lsa-mu, keyingi vaqtlarda bularning hammasi zarbaga uchrab, cheklanib, oxirida 55-yilga kelgan chaqda avtonom siyosatini e'lon qilish bilan birlikda oldi bilan Qozoq, Qirg'iz, Tungan va boshqalar har turli avtonomlarni berib, huquqlarni en oxirida 55-yilda Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deydi. Mundaq bir avtonomiylik huquqni berdi. Shuning bilan vaziyat o'zgardi. 57-yilga kelganda ayni vaqtda 50-yildan keyin Xitoy kommunistlari bilan hamkorlashgan, birlashgan, shu o'lkalik hukumat qatnashgan ayni vaqtda Sharq Turkiston Cumhuriyetining nurg'un amaldorlari Abdurahim Isa, İbrahim Turdi, Ziyo Samadi va boshqa Asad Isqaqov, necha o'nlagan, necha yuzlagan kishilar orqadan yerlik millatchi u bu degandek zarbalarga uchrab, o'ldiganlar madaniyat inqilobi o'ldi, bir qismlari shu chog'da o'ldi, bir qismlari 57-58dan boshlab 62-yilda Sovet ittifoqiga ketdi. Shuning bilan bu joy umumyuzlik holda shu Xitoy hokimiyatining qo'lida bo'ldi. Shu vaqtdagi milliy armiyaning 51-yilga kelganda andin harbiy formulalarni o'zgartib, Xitoy ozodlik armiyasining kiyimlarini kiydi. U 5-korpus deb o'zgartirilgan. 54-yilga kelganda bu 5-korpus butunlay amaldan qoldirib yo'qotildi. Eng oxirgi ularning bir qoldig'i 3-otliq polk Qashqarda qolgan. Ular eng oxirida bu 62-yilda Hindiston urushiga qatnashib, Hindiston urushida Hindiston armiyasi jang qilib bir xizmat ko'rsatib bo'lgandan keyin uzun o'tmay bu 3-otliq polkni tugadi. Umumiy vaziyat shu endi. Bu tema bek cho'ng tema endi. Buning hammasida bir-birlar konkret to'xtalsak, albatta
ayrım to'xtalish to'g'ri keldi. To'xtalsak, albatta bir soatlik leksiya bilan tugitib bo'lgan olmaydi. Bu bir umumyuzlik bayon, umumiy yakun. Bugün bundaq bo'lsa leksiyani olimchada oxirlashtiramisiz? Ha. Hozir qancha soat qancha bo'ldiki hozir? Hozir 12dan 40 o'tdi. O'ylaganimizdan ko'pchilik kechirsizlar boshda 10 minutda 10-15 minut saqlash bo'lib ketdi. Shunga uzrab ketib qoldi vaqtimiz. Doktor Nabijan ko'p rahmat. Endi agar ko'pchilikdan so'raydigan savol bo'lsa, qo'l ko'tarib mishada Nabijan kamni so'rab olgan bo'lsanglar 15 minut vaqt beraydi. Asli men ben intayin jiq suratlarni, hujjatlarni tayyorlab kelgandim aslida. Shu nurg'un ba'zi arxiv hujjatlarini, Ruscha arxiv hujjatlar, Sovet Bolsheviklar partiyasining maxfiy hujjatlari, anakin Stalinning telegrammalari, o'sha Sharq Turkistonning taqdiriga oid. Va undan boshqa muhim bir suratlar bordi. O narsalarni men ma'lum bayatınız ko'ztiman deb o'ylasam, mayada ko'ztish imkoniyati bo'lmay qoldi. Ammo keyingi yana bir shunday bir fursatlarda yana ba'zi narsalarni konkret ko'z tutib turib, ba'zi hujjatlarni, dokumentlarni so'zlasak texnik menimcha tushunish deb qarayman. Kechiringlar, ammo texniklik sababdan men buni yaxshi bajarolmay qoldim. Bo'ldi, yana bundan keyin davomli o'rlashtirib turamiz bunday leksiyalarni. Qani ko'pchilik savolinglar bormi? Baya ko'gil bo'lganda hozir endi asosan tugab qolibdi. Men ko'p bir savol tushib Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ko'pchilik men Nabijan akamdan bir savol so'rab baqsam, agar mumkin bo'lsa, bu Sharq Turkiston degan atalg'idan kelib chiqish to'g'riliq bir qisqacha bir tushuncha berib bersangiz demoqchidim. Bu ayrım bir tema ekan, qarang. Bu tema bak cho'ng tema-ku buning o'zini. Menimcha shu bugungi mushu bo'yicha savolingiz mumkin bo'lsa, bugungi mushu bo'yicha bo'lsa, mushu doira bo'yicha javob berib turay. Men bu Sharq Turkiston, Uyg'uriston va boshqa atalg'ilar bo'yicha men kelar ketimda ayrım bir leksiya berishni o'ylayapman ba'zi hujjatlar asosida. Bo'lamda? Bo'ladi aka, rahmat. Bak tushuntirishga bak uzun vaqt ketib qoladi. Bu ikki jumlani tushuntirib qo'ysam, kishilarni qayli qilgan olmaydi. Bo'ladi. Shu jumla. mening bir savolim bor edi. Mening Marhamat, ismingiz? men ismim Ardaqbek. Şu men ayılqı 44-yıldan 49-yılgacha endi biz qozoqlarning, qirg'izlarning, ya dunganlarning qilayotgan ishlarini o'qimiz. Biroq shu chaqda Mo'ng'ullar nima ish qilgan? Mo'ng'ullarning bunda doiralari bormi? Shu chaqda ular qanday o'ylagan, ularning o'ylagan ishlari? Mo'ng'ullar. Yaxshi bir savol qo'ydingiz Ardaqbek. Albatta bu 44-yildan bu 49-yilgacha bo'lgan ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston inqilobi deymiz. Xitoylar buni 3 viloyat inqilobi deydi. Ammo hech qachon 3 viloyat inqilobi bo'lgan emas. Shuni bir eskartib qo'yay hammalarga. Bu 3 viloyat inqilobi degan bu 49-yildan keyin paydo bo'lgan bir atalg'u. U vaqtda hech kim o'zining inqilobini 3 viloyat inqilobi qildi. Biz 3 viloyat inqilobchilar demagan. Inqilobning nomi Sharq Turkiston inqilobi. Hatta shu Ilhom To'ramning o'zininki söz nutqlarida Ahmetcan Qasimiy va boshqalarning so'z nutqlarida uning oldiki 46-yil 45-yil oxirida. Undan boshqa ularning hujjatlari, kurash jurnali va shu vaqtdagi gazetlar chiqqan maqolalarning hammasi Sharq Turkiston milliy ozodlik inqilobi, Sharq Turkiston inqilobi deyildi. Shular inqilobi emas. Bu inqilobda albatta bu shimoldagi asosiy baziqlangan inqilob bu 5 yil mavjud bo'lgan. Buningda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz shu shimoldagi rayonda xalqlarning hammasi tegdak bunga qatnashgan. Albatta bu Mo'ng'ullarmi bu shimoldagi, ya'ni Tangritog'ning shimolidagi asosli xalqlarningki birisi. Mo'ng'ullar asosli shu vaqtning o'zida bir qancha guruhlar bo'lindi. Mo'ng'ullar bizni Chahara Mo'ng'ullar deydi, Uyratlar deydi. Ularmi shu Qo'baqsarda, Mo'ng'ul kura atrofida
Dörbülcenin atrafı Arşan bu joylarda yaşaydı. Ulanın geçilgen begleri var, ulanın Van deydi. Bu Moğollarning hammasi Sharq Turkiston inqilobini aktiv qo'llagan. Sharq Turkiston inqilobining shu birinchi kunidan tortib Mo'g'ullar bu inqilobni qo'llash pozitsiyasida bo'lgan. Mening bilishimcha, meningki tekshirishimcha, Sharq Turkiston inqilobi G'uljida g'alaba qilib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgandan keyin uzun o'tmayla, bir hafta o'tmayla, shu vaqtdagi Mo'g'ullarning ataqli ziyolilaridan biri Erdi degan kishi bo'lgan, Erdi Bulg'unov degan. Shuningki, komandarligida Ilxon To'rininki o'rinlashtirishi bo'yicha Ozodlik tashkilotining Ilxon To'rining buyrug'i bo'yicha bir 20 necha kishilik Mo'g'ul atrati qurilib, ular asosda buning tarkibiga odamlarni qo'shib, ko'paytib, ular dastlabki Mo'g'ul partizan atrati bo'lgan. Demak, ular Sharq Turkiston Cumhuriyetining dastlabki Mo'g'ul partizan atrati. Ular uzun o'tmay bu Kansaydagi janglarga qatnashgan. U chaqda G'ulji shahrida yashaydigan Mo'g'ullarning soni ko'p emas. Mo'g'ullar asosliq shu Mo'g'ul ko'ra Arshan bu joylarda yashaydi. Ba Mo'g'ullardan tashkillanganda. Ammo 45-yildan keyin 12-oyning oxiriga kelganda G'ini Bator bu Erdi Bulg'unov bularni Arshan mushu joylarni ozod qilishga evatgan Sharq Turkiston hukumati. G'ini Bator boshchiligidagi 300 necha kishilik atrat G'ini Bator atrati deydi. Andan Erdi Bulg'unov komandarligidagi bir 30-40 tak atrat asosligi Mo'g'ullar. Bular Bo'rtala atroflarida harakat qilib, Mo'g'ul yoshlarini qo'shib ko'paytirdi. Ammo 44-yildan keyin bu 12-yilgacha bo'lganlikda 11-oyning oxirlarigacha bo'lganlikda Mo'g'ul ko'rami ozod bo'ldi. Mo'g'ul ko'ra ozod bo'lgandan keyin Mo'g'ul ko'radagi Mo'g'ullarning Vangi o'sha bizning degan odam to'liq ismini unutib qoldim. U Vangi shu joydagi Mo'g'ullarning hammasini qo'zg'ab, Ilxon To'rini himoya qilib, Sharq Turkiston inqilobiga qatnashdi bular. Qatnashib, dastlabki Mo'g'ul partizan atritini qurib chiqdi bular. Shuning bilan bu joylardan bularning qo'shinlari shakllanadi Mo'g'ullarning. Mo'g'ullar demak asosan kuchayib, eng oxirida bu Erdi Bulg'unovningki atriti Arshan Bo'rtalarga ozod qilingandan keyin texnik ko'payib, bir cho'ng divizionga aylandi. Eng oxirida bir polk darajasiga yetadi, 900 necha kishilik. Bu Mo'g'ullarning hammasi boshlanib Sharq Turkiston hukumatini qo'llash, Sharq Turkiston hukumati tarafida turib, o'zining hukumatida kurash qilish shu nimada bo'lgan. Tarbaqdaydagi Mo'g'ullar buni aktiv qatnashdi. Mo'g'ul tilida gazetlar chiqariladi. Ammo 47-yil 7-oyga kelganda bu 2-oyga kelganda Urumchilik Gomindan doiralari Mo'g'ullarning ichini parchalash uchun bu Yulduz tarafdagi bu Chavjaq deydigan Mo'g'ullarning vanglari va nimadagi bu Qo'biqsardagi. Ularni odam evatib, u Mo'g'ullarni ichki jihatdan qo'zg'ab, bu G'uljiga qarshi isyon ko'tarmoqchi bo'lgan, lekin bularning hammasi o'xshashda mag'lub bo'lib, g'alaba qilolmagan. G'uljida Mo'g'ul madaniyat aqartish jamiyatlari qurilgan. Bularning hammasi o'xshashlar ashunada muhim rol o'ynagan. Umumliq olganda va qaraganda Mo'g'ullar Sharq Turkiston inqilobida boshdan oyoq aktiv ovoz qo'shgan. Mayli harbiy jihatdan, mayli iqtisodiy, siyosiy jihatdan, hamma jihatlardan, mayli Ilxon To'ram rahbarlik qilgan davr bo'lsin va undan keyingi Ahmadjon Qosim rahbarlik qilgan davrlar bo'lsin, zich hamkorlikda, ittifoqlikda. Bu Oltay tavasida Mo'g'ullar bo'lgan. U Mo'g'ullarning bir qismi burun Osmon Boturninki bu janglarga qatnashgan. Keyin bu Danilxonning rahbarligidagi davrda Mo'g'ullar yana o'xshash Oltay tavasidagi yana o'xshash hamkorliklar bo'ldi. Rahmat Navijinka. Harakat qiluvchilar bu Mo'g'ullar. Hasan. Mo'g'ullarning eng yuqori darajada Erdi Bulg'unovga podpolkovnik darajalik unvon berilgan. Ondan Yulduz Nayzini ta'sis qilgan. Mo'g'ul divizionining masalan Erdi Bulg'unov o polk komandiri bo'lsa, To'xta Yeminov deydigan bir Uyg'ur uning siyosiy komissari bo'lgan. Demak, Mo'g'ullar muhim bir omil bu inqilob. Taxminan bir Mo'g'ullardan tuzilgan qo'shin Yulduzdagi bir divizion, Mo'g'ul ko'radagi bir divizion, AO polk hisoblaganda taxminan ilgari keyin 2000 gacha bo'lgan Mo'g'ul milliy armiyaning jangchi ofitserlariga aylanganda bu. Navijinka. Assalomu alaykum. Oldu. Ben ko'pchilik kechirishlar boshlig'i chatga yozib ekan, men bosh so'rab o'tay. Ahmadjon Qosim qatorliq rahbarlarning ayni chog'da Moskvaga qisman vakillarini avatish tanlashi yo'qmi deydi. Nima uchun o'zlari cho'qon bağımsız bo'lmaydigan bo'lib qolgan deb savol tushib ketgan, shunga javob bergan bo'lsin.
bir savol albatta bu Uyg'urlar qo'yilgan savol Ahmedjonlar o'zi bormay boshqani ivasi bo'lmandi deydigancha. Albatta o gaplar burunmi bo'lib ekan Ahmedjon o'zi bormay o'zining o'rni saybidan boradigan hatto boshqa boradigan muzokaralarni bo'lib ekanchu necha kunning ichida. Lekin eng oxirgi tanlashda shu Ahmedjonning berishi belgilanib ekan. Endi ular shu vaqtning o'zida hozir biz aniq bir hujjatni bilmaymiz. Ular Beijingga boramiz deb mangdimi, Moskvaga boramiz deb mangdimi, oldili Olmutaga keldi-ku ular zaten. Ammo rasmiy hujjatlarda Olmut orqali Beijingga mangmoqchi deyiladi. Ammo uning ichki jihatda har xil Uyg'urlarning tarixiy shohidlarning qiyoslari bor. Onu so'zlasak bak cho'ng tema. Uni biz bilmaymiz. Ahvoldan qaraganda Ahmedjon Qosimiy qatorliqlarningki bu Olmutaga asosliq armiyaning bosh qo'mondoni general Issoqbek, Ma'lum bosh qo'mondoni general Dalilxon Sugurbayev, shuningdek Ahmedjon Qosimiy ittifoqning tashviqot ishlari mas'uli bu Abdukarim Abbosov qatorliqlarning asosli rahbarlarining Olmutaga berishi, Olmutada bir qatimliq bir uchrashuv suhbatlar oldili Olmutada bo'lgancha deyadi. Ular G'o'ljida nima dinli uchun bir so'zlish bo'lishi bilan birlikda buningda Sovet ittifoqining taraflari ham tushdi. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda Ahmedjon Qosimiylar zaten Beijingga berib qolsa, unga nima talabni o'tirib qo'ymoqchi degan masala chiqqan. Ba'zilar mustaqillikni o'tirib qo'ymoqchi deydi, ba'zilar bir ittifoqdosh jumhuriyat bo'lishini o'tirib qo'ymoqchi deydi. Har xil masalalar bor. Zaten Sharq Turkiston xalqining manfaatlarini ching tutish, manfaatlaridan voz kechmaslik bu umum bir prinsip. Uning ichidagi mazmunlar qanday bo'ldi ayrim bir masala. Zaten ularning qo'lida bir programma bormidi degan nuqta bor. Unda bir programma bo'lgan. Ahmedjon Qosimiy o'zi bir programma tuzib chiqqan loyiha. Bu loyihani hatto Ziyo Samadiyning xotirlashicha 5 moddalik bir loyiha, bir federatsiya loyihasi deydi. Ya'ni Xitoyga qo'shilib qolsak, Xitoy Xalq Jumhuriyati tarkibiga federatsiyalik o'lcham bo'yicha o'zlarining 21-yildan tortib e'lon qilib kelgan federatsiyalik tuzum quramiz degan. Xohlasa bu millatlar chiqib ketsa bo'ldi, xohlasa kirsa bo'ldi deydigan prinsip bo'yicha shu o'lcham bo'yicha kiramiz deydigan 5 moddalik bir shartni qo'ygan. Bu Sovet ittifoqi tarafga yoqmagan, chunki ular tinch berib, yig'in hech qanday shart qo'ymay, bu yig'inda hech qanday federatsiya, hech qanday muxtariyat, hech qanday ittifoqdosh jumhuriyat masalasi muzokara qilinmaydi. U bekitib o'tilgancha Stalin zaten tez qur bu jumhuriyatni deb o'zi e'lon qilgan narsa. Shunday bo'lganligi uchun bu narsa yoqmagan, ularni eng yaxshisi Olmutaga chaqib berib, shu Olmutada so'zlash jarayonida andin oxiri bularning yo'lini bekitgan deydigan gaplar bor. Bu nuqtadan qaraganda Ahmedjon Qosimiy qatorliqlarning o'zining berishi, demak, eng yuqori darajadagi rahbar o'zlarining berib bu masalani o'zlarining hal qilish qaroriga kelgan bo'lishi mumkin. Evatgan vakillar endi qanday darajada vakil bordi, u vakillar nima ishlarni qila oladi bilinmaydi birisi. Ikkinchisi, cho'qim yuqoridan shu oliy rahbarlar kelsin degan bir taklif bo'lganligi uchun shu taklif bo'yicha bag'a har xil hamda farazlar bor. Ehtimollik shu bo'lishi mumkin. Mening bir savolim borda oxirida. Meningcha nima Quddus hozir bak ketib qoldi, bak uzun so'zlab ketib qoldi. Mening yana ozroq bir ishlarim bordi. Qapımızsanlar mishinchilik bo'lsa suhbatimiz shu bugungi. Keyin yana bir ayrim bir o'rinlashtirsanlar, andin oxirgi taqdir va boshqa masalalarda yana ayrim konkret so'zlashsak. Bo'lamdi? Bir savol bor. Ko'pchilik qarindoshlar qapılmay to'g'ri tushungan bo'lsanglar, Nabijing Aldirash adam boshqa leksiyasidan bo'xshaydi. Hech kim avval qarang'lashgan to'q. Ko'pchilikning savoliga hammasiga javob berib bo'lish mumkin emas. Bugun sen kechikish bo'lib qoldi, oldida 10-15 minutlik kechirim so'raymiz. Bundan keyin davomli Abay deb o'tgandek Nabijing akamning kitobi chiqish oldida bu odamda nurg'unlagan mazmunlar bor. Shunga Nabijing davomli biz bunday leksiyalar taklif qilamiz. Shu vaqtda yana ko'pchilikning yana aktiv qatnashib savol so'rashni umid qilamiz. Bugun rahmat Nabijing aka, sizga ko'p rahmat. Meni shu hozir Quddus degandek, 12 tomlik Uyg'ur umumiy tarixi nomli asrimning qadimdan tortib shu 90-yillargacha bo'lgan 12 tom kitobninki dastlabki 4 tomi 1943-yildan 49-yilgacha bo'lgan 6 yillik davrga bo'libmi 2-chi Sharq Turkiston Jumhuriyatiga bag'ishlangancha. Bu har birisi 800-900 betdan to'g'ri keladi. 44-yildan 45-yil birinchi oygacha bo'lgani 1 tom,
birinci aydan tatip taki 46. aygacha 1 ton, 7. aydan tatip taki şu 49 yılgacha bo'lgani 1 ton. Amerika Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin devletçilik siyaseti, devletçilik kurulması degeni ayrım 1 ton. Medeniyet, marif, iqtisat, soda hemmesi ayrım 1 ton. Bununki ahirki tomi şu 49 yılgacha bo'lgan tomida bütün hüccet dokumentlar ko'rsatildi. Ahmetcan Qasimiye'nin ahirki taqdiri, aeroplan kazası ve başka Xitoy armiyasının kirişi, ahirki 47, 48, 49'daki to'qinishlar, xalqaro arxiv ko'rinishi, ichki munosabatlar, Xitoy vaziyati ve başka atrofdagi munosabatlar qatorliq umum meseleler keng kushada bayon qilindi, analiz qilindi. Xudoyim bursa yaqindan boshlab bu tomlar chiqishga boshlaydi. Balkim yilning oxirigacha Xudoyim bursa mush tomlarni ko'rish imkoniyati bo'ldi. Ya'ni nurg'un javoblarni balkim shundan olasizlar. Albatta savollar mangu tugamaydi Uyg'urning tarixida. Uyg'urning siyosiy qismati mangu savol bilan to'lgan, bir javob bilan mangu hech kimni qoyil qilgan bo'lmasligi mumkin. Bu sirlar, nurg'un sirlar ichilishni kutadi. Ichilmasa o sirlarni faqat qiyosga, farazga tayinimiz nurg'un masalalar. Men endi har qanday narsani cho'rtli xulosa chiqarib aytmayman, cho'qim bir dokument, hujjat asosi bo'lmasa. Shu hujjatlarga tayinish asos qilingan shu kitoblarni Xudoyim biz o'qiysizlar. Şunu bugün köp rahmet, müşinçilik vakit çıkarıp sizlerin anlayanlarga. Yani keyin yani davamlıq sözleşip, yani müşindaq bir fırsatlarını yaratıp verse Uyghur Akademiyası Amerika. Allah'a köp rahmet, köp rahmet. Köp rahmet Nebijin. Köpçülük kıyımdaşlar anladığın ki Amerika Uyghur Akademiyası Facebook'ta tor bitik ergiş vagan bolsanlar, davamlıq şüyetlik yeni mezmunlarını, mesela bugünkü leksiyerlerini məmnisini edit qıp bolgandan keyin biz yana o tor bitimizi çaplaymiz. Yani kaymak bağın mezmunlar yoki onisi yani birleştiriş işler olsa yani videodan ko'rib qısaq bo'ldi. Bugun ko'pchilik ko'pdan ko'p rahmat. Bugun bir şey oxirlashtiraylik unda bo'lsa, Nebijinka sizga ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat, hammanglarga rahmat. Qarikam barkan buni. Keyin qattiq ko'p tamom bo'ladi. Bugun deyishimiz 11dan 1-2 soat bo'libdi. Rahmat ko'pchilik.